Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh. Hayy alel-felâh. Hayy alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Yolda sudek aktif bizim dilimiz. Sen için ey yurtimiz, fida bulsun cinimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Atılanın canları düşmedi tarih bitmez. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladımız. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, yaşasın güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın güzel istikbalimiz. Bunlardan başka Xitaylarning qandaq suratdagi maxluqlar ekanligini suratlaydigan yana bir misol tarixdan 1946-yili 11 bitim imzolanib Ahmadjon Qasimi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining taqalganligini jakalab o'lkalik hukumatni qabul qilib Gomindan bilan birlashma hukumat bo'lib muavin o'lka raislik salohiyatini olgandan keyin Jang Jijung, Ahmadjon Qasimi, Isa Yusuf Aliptekin deganlar aralashgan bir o'mak sifatida janubni ko'zdan kechirish safariga chiqdi. Bu safar jarayonida Kucha, Aqsu, Qashqar, Xotanlardagi Xitoy askarlari hukumat vakillari ichidagi Uyg'urlarni ko'rib taqat keltirolmay qoladi. Chunki Xitoylar shu kungacha, taki Zozongtandan shu kungacha Uyg'urlarning rahbar sifatida ko'ringan
ahvol mavjud bo'lmaganligi uchun Xitoylar qabul qilolmaydi buni. Askarlar qabul qilish, buni qabul qilish Xitoy irqchi tabiatiga eg'ir kelayotganligini yo'shilmaydi. Oshkor qarshilik bildirdi Xitoylar. Xitoy askarlar. Arasida o'zlarining generali Jang Jijong bor ahvolda. Ashunun yuz xotirasini qilmay, u qadar hurmatsizlik qildi Xitoylar. Ularning noroziliklarni besish uchun Jang Jijong bizning hamrohlaridan ayri Xitoy askarlarga nayt maxfiy bir nutq so'zlaydi. Nutq teksti keyin broshur sifatida besilib Xitoy askarlariga taqdirladi. Ammo yerliklarning qo'liga tushib qolmaslik qattiq topiladi. Broshur ustida qat'iy maxfiy degan belgi bo'ldi. İsa Yusuf bu broshurni qo'lga tushirgan keyin u yerdan qaytib ketgandan keyin bir yo'llar bilan buningdan bir tal topgan. Chet elga olib chiqqan İsa Yusuf olibdikin bu broshurni. Aslimisini yozayotgan 1980-yilda bu broshurning hala borligini yozgan ekan. Menda bor deb yozibdi. 80-yil yozilgan, 85-yil nashr qilingan aslimisida bu broshur texi bor mening qo'limda, bor uyamda deb yozibdi. Va aslimisida Jang Jijongning nutqidan ba'zi mazmunlarni bergan. Deyishcha Jang Jijong nutqida Xitoy askarlarining Uyg'urlarni boshliqlik mavqesida ko'rishga taqat yetmagan shovunush ifodalariga qarata ularni taskin toptirish uchun biz Xitoymiz. Unutmanglar, biz degan Xitoy degan so'zni ko'p takrorlaydi. Biz degan Xitoy degan nima ma'noni bildirdi? Qarindoshlar, ya'ni biz Harvardda toshqin oladigan xalqmiz deganni aslatish mazmunida takrorlaydi buni. Uyg'urlarga berilgan navbatdagi huquqlarning bir aldamchilik ekanligi, vaqtlik hal qilish chorasi ekanligini aytib o'tdi va kelgusida bulini oshirib qisos elib, mushuning hammasini qaytarib oladiganligini yo'shilmaydi. Qisosning hassilab ilinganligi. Texmi muhim bo'lgani Jang Jijong bu nutqida Xitoylarga Sharq Turkiston masalasining mohiyatini ochiq va to'g'ri bayon qilib turdi. Sharq Turkiston masalasi zada nima masala? Bugungacha bir Xitoyning hech og'zidan chiqmagan gaplarni bu yerda qiladi Jang Jijong. Bu bir milliy masala. Davlat masalasi. Besib olingan zamin ekanligi rost. Sharq Turkistonliklar Xitoy emas, bu miras Jo'nxa millati developperimiz emas deganlarning hammasini aniq bayon qilib, biz Xitoymiz. Yana takrorlaydi, bu biz degan Xitoy. Shunga bularning hech birini e'tirof qilmaymiz deydi. To'g'ri bo'lgan, yuqorida sanab yuzib bu to'g'ri deydi. Bu boshqa davlat deydi. Biz besib olgan deydi. Bunu biz Jo'nxa millati developperimiz amma emasligi rost. Buni biz davlat ichidagi masala developperimiz, bu bir milliy masala emas davlatimiz, amma buning milliy masala ekanligi rost. Amma biz degan Xitoy. Biz degan Xitoy. Chunki biz Xitoy deydi, u Xitoy. Tarixdan beri bularni biz e'tirof qilmay keldik va bundan keyin e'tirof qilmaymiz. Agar birisi bu milliy masala bo'lmasa, nima uchun Sharq Turkistonliklar Xitoylar qarshi qo'zg'olon ko'tardi desa, biz har zaman ular bizni suyidi, faqat chet el kuchlari, ruslar, inglizlar, turklar ularni kuchga tutdi. Bo'lmasa ular bizdan ayrilishni xohlamaydi deb javob berib keldik. Çünkü biz Xitoy.
boshqa mustamlikachilar milliy masalalarni hal qilishda federatsiya, oliy muxtariya shakli bilan, hatto tamoman chekinib chiqib ketib mustaqilligini e'tirof qilish bilan bir taraf qilgan bo'lsa, biz hargiz unda qilmaymiz. Chunki biz degan Xitoy degan mazmunlarda so'zlaydi. Bu mazmunlarni qisqacha Iso Efendi aslimisida bayon qiladi. Bu berishur ko'rinib turganidek bir hokimiyatning vakili bo'lmish bir Xitoyning e'tiroflari va bu haqda ko'z yumishdiki Xitoy xos haqqoniyatsizlikning ochiq iqrornomasi bo'lib, davomizda intayin muhim roli bo'ladigan bo'lsa-mu, Iso Yusufdek bir davo lideri, bir mashhur bir cho'ng yo'g'on lider berishur nashr qilinib 40 yil o'tgan chog'da tehichi men buni imkonim yordasi tarjima qildirib nashr qildiraman deb o'ltirganligi kishini echindirdi. Bir berishurni nashr qilgudek imkoniyati bo'lmabdi. 40 yil ichida Iso Yusufning bu qadar muhim bir hujjatni va bu 40 yilni o'tib ta bugungi kelguncha bu berishur yo'riqlik chiqmadi qarindoshlar. Bu mavzuga munosabatsiz bo'lsa qistirib qo'yay. Bugun kuchimi bu berishur vujudga chiqmadi. Tarjima qilinib uyg'urchasi e'lon qilinmadi. Qilingan bo'lsa ko'rdik emasmi, qilinmadi. Demak, bir liderdagi avval bu qarindoshlar. Bir liderdagi bir narsaning qimmatini, muhimlik darajasini ilg'i qilish angliqligining avvali bu. Uning uchun qilinmadi bu. Yeydigan nonning puliga qilish kerak aslida uni. Agar u lider o'zining davosiga sodiq lider bo'lsa. Agar uning avlodlari shuni berishurni tapalab, mana topshursa, men qilay, men yeydigan pulimga, men nashr qilay. Bununla kapolat bera olmayman. Bu kishini intayin echindirdi. Shug'unisi bu odam dunyodan o'tkichimi ta bugungi kungacha Xitoyning maxfiyatligi sadoqat bilan saqlanib bugunga kelgan. Xitoyning maxfiyati aslida bu. Bu maxfiyatni bizning bir liderimiz ta bugunga saqlagan. Dunyoga oshkorlamagan yo'q. Bu mazmunlar chetnab ketdik. Masalaning echinishli tarafi ayrim bir mavzu aslida. Buni hatto necha kun so'zlasak bo'ladi bu berishurning nashr qilinmasligi haqida. Ama şu anki mavzumuzga kerak yeri shuki, yana bir mashhur Xitoyning ochiq iqroridan ko'riladigan Xitoy tabiati. Bizning mavzumizga munosabatli yeri bu. Xitoy tabiati. Bularni Xitoyning ishti bo'lishga, bel bog'lagan Xitoyparastlarning ra'yini qaytarishga yetmasa, deganlarimizning hech birisi. Nima degilik buni? Bu odamlarning eyoladigan yeri qolmagan bo'ladi. Uyg'urchada eyvonmaydi bu deymiz bu. Xitoychasiga bu nima deydi buni? Bukejuyo. Qutqizuvagidek dori yo'q yoki dori shifo qilmaydigan, dori shifo qiladigan yerdan o'tib ketgan degandek bir holdir bu. Qarindoshlar, har qanday bahona sabab bilan ta'dazligini bo'lmaydi buni. Xitoyparastlikni har qanday bir sabab bilan yoshirishga urinsa, u bilinib qoladi. Chunki Xitoy boshqa hech qanday mustamlikachiga o'xshamaydi. Men kino ko'radigan bir kisilim bor dedim sizlarga, bir xil tutqarliqdek nayta amraqman kinoga. Bularni urush kinolariga, Ikkinchi dunyo urushining kinolariga nayta ko'p ko'raman. Uning
Men biladigan tillarni gap kelsa, bilmaydigan tilni kishini ko'raveraman hatta. Men buni bu yerda faqatla ish pishirish uchun ko'rmayman buni. Bir adabiyot nuqtasidan kuzatish olib boraman. Chunki uning ssenariyasi bir adabiyot mahsuloti bo'lganligi uchun adabiy ijodiyatga munosabatli. Uning qayerlarini yaxshi qilgan, qayerlarini aplashtirmagan degandek. Ikkinchisi urushayotgan ikki millatning munosabatiga diqqat qilib, doim tajovuzga uchrayotgan millatning o'rniga o'zimizni qo'yamiz. Tajovuzchining o'rniga Xitoyni qo'yaman va ashunda ko'raman buni. Jiqchag'ilda bu Xitoy deganning bu faşist deganlardan 100 hassa eshik tushirganligiga ashkinoldin dalil topaman. Agar sizlar ashunda diqqat bilan ko'rsanglar topalaysizlar. Xitoyning mush eng tinch sharoitlarda, amma 80-yillarni ko'z oldingizga keltiringlar, Xitoyning eng erkinlashgan zamoni. Uyg'urlarning diniy jihatdan, hamma jihatdan qo'yib etilgan bütün Xitoy tarixidagi eng erkin davri shu 80-yillar. Aşı davriga selishtiringlar hatta. Urush davridagi tajovuzchi bilan tajovuz uchirgan millatning munosabatini bizning aşı davrimizga selishtirsanglar, Xitoylar yana ustun chiqadi ash tajovuzchidan. Aşının qaraganda insoniyatsiz chiqadi emasmi? Ishonmasanglar, o'zingizlar ko'rib sinab qilinglar. Mushu darajaga Xitoyga advokatlik qilayotgan ablahlarni kechirishga bo'lmaydi bu. Ya'ni ular ishda bo'lishga rozi. Xitoyning ishda bo'lishga rozi, Uyg'ur bo'lishga roziligi yo'q-da. Assalomu alaykum qarindoshlar. Jasorat munbirga xush keldinglar. Shundoq aramizda mushundoq atalmış liderler var ki bir ömür Xitoyga ish to'p yaşagan. Bu bir tarixiy reallik, bu açıq bir reallik. G'ulom Efendi bu nutqini so'zlab uzun o'tmay ma'lum bir ekranda bir xo'sh-xo'shchi hocamniki bir ekranida tarixga shohid bo'lgan birisi chiqib qolibdiki. Ular asli boshqa bir temada so'zlashayotgan bo'lishi kerak. Arada Abdurrahim G'ani deydigan bir do'stimiz var. Gollandiyadagi. Uzun yillardan o'z oldiga yolg'iz kishilik namoyish qilib kelayotgan jangovar bir qarindishimiz nihoyatda o'tkir bir savolni so'raydi bu ekrandan. Ya'ni bu ekrandagi sohibxondan bu ekranga chiqqan mehmondan nihoyatda o'tkir bir savolni so'raydi. Yani baya G'ulom Efendi tilga ilib o'tgan besvilingan bir muhim bir hujjat to'g'risida savol so'raladi bu yerda. Bu hujjat nima hujjat deganda G'ulom Efendi nihoyatda tafsili tushundirdi. Mening yana birim deyishimning hojati yo'q bu vaqtda. Bu hujjat agar tarjima qilinsa, bu hujjat dunyoga tarqatilsa, da'vogarlar mushu hujjatni Xitoy hukumatining og'zidan chiqqan, yani Sharq Turkistondagi besivilingan zimin ekanligi, bu tuproqda yashaydigan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatarga o'xshash turkiy millatlarning qandaqdir atalmış Junxo millatlardan emasligi. Bularning hammasini Xitoy hukumatiningki o'z og'zidan isbotlagan bo'lsa, hozirqiningdek biz oldi bilan Sharq Turkistonning besivilingan zimin ekanligini dunyoga anglataylik. Bu tuproqning uzun yillar mustaqil yashagan bir tuproq ekanligi, mustaqil davlat ekanligi, bu besivilinganiga uzun bo'lmagan bir tuproq ekanligini, bu yerdagi xalqlarniki birdan bir orzusiniki mustaqillik ekanligini xalqaro tanitaylik degan bu shuarimizni amaliylashtirish yoki bu qadar qiynalmagan bo'ladi. Bu tarixiy hujjat agar 40 yil bo'libdi besib yetilibdi. Agar 40 yil burun maydonga chiqqan bo'lsa, bizniki da'vorimizniki holati
bugünkidek bo'lmagan bo'ladi deb qarindoshlar. Bu nihoyat ichinishli bir tarix. Undaqda bu yerda yana shu zamondagi tarixni qisqacha bir 2 minut eslab o'tishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Buningda bir maqola yozilganki, shu yaqinqi zamonda Xitoyniki Jianghui Wenshi degan bir Anhui o'lkasiniki tarix tadqiqot markazi e'lon qilgan bir maqolada shu bizning vatanimizniki ikkinchi jumuriyat davridagi tarix, ya'ni Xitoylarniki naqadar qo'rqqanligi Sharq Turkiston hukumati, ayni vaqtda qurilgan Sharq Turkiston hukumatidan va bu haqda tinish, atalmış tinish suhbat o'tkazishga majbur qolganligi to'g'risida qisqa yozildi. Bundan bir necha jumlani o'qib o'taman. Ayni vaqtda buningda yozilishda, bu maqolada yozilishda, ayni vaqtda Urumchida Xitoyning Orollar 6 batalyon askari bor bo'lib deydi. 6 batalyon deganda Xitoylar ying deydi-ku buni. Bir batalyonda odatda 300 dan 800 gacha askar bo'ldi-ku. Hem o'tir hisobdan 500 desakmi 6 batalyon 3000 askar degan gap. Urumchini qo'g'dab turgan 3000 askar bor ekan to'q. Ya'ni bizning Sharq Turkiston milliy armiyasi, ozodlik armiyasi shu Manas daryosi bo'yiga besib kelganda, ya'ni Urumchiga 140 kilometr qolganda Urumchining ahvoli, Urumchini qo'g'dayotgan Xitoylarning ahvoli mush ekan to'q. Rushavlar deydi va Wu Zhongxinlar Jiang Jiechiga ciddi telegramma yo'llab ahvolning bak xatarli ekanligi, o'zlariniki vatan uchun qurbon bo'lishga hozirlik qilayotganligini aytib, ciddi askariy yordam so'ragan. Jiang Jiechi Sovetlar bilan kelishgandan keyin Sharq Turkiston masalasini tinchlik yo'li bilan hal qilishga qo'shilgan va ko'p o'ylanish orqali Zhang Zhizhong degan generalini tinchlik suhbati vakili qilib bizning vatanga avatgan. Sharq Turkiston armiyasi Manas daryosi bo'yiga yetib kelgan bo'lib, Urumchiga oralab 140 kilometr qolgan edi. Ham Urumchiga hujum qilishga hozirlangan edi. Xitoy askar yo'tkab kelamiz degan holatdami ulgurmaydi. Jiang Jiechi yordamga avatgan bir diviziya Xitoy askarini Sharq Turkiston armiyasi tamoman tarmar qilgan bo'lib, hammasini yo'q qilgan edi. Ya'ni hammasini qirib tashlagan. Agar yana eng tez bo'lgan otliq armiyasini yordamga avatgan taqdirdami 8 kundan 10 kungacha ara yetib keladi ekan to'q chog'da. Aeroplan bilan adam to'simi bu aeroplanni shu chog'larda 7-8 soatda bizning vatanga keladi ekan to'q. Mashinada yarim oyda keladi ekan to'q. Urumchi shahriga ochliq yetishmaslik, o'q-dori yetishmaslik dek ahvol mavjud bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan transportni uzib tashlanish xavfida ekan. Shahar ichida mol bahsi ushqandek o'rlab, Xitoy tungan aholilari qattiq sarasimda qolgan bo'lib, hammasi ketishning tayyorligida bo'lgan edi. Zhang Zhizhong bunda holatda ishni qurol bilan hal qilishning mumkin emasligini, chunki qurol ishlatib jangda g'alaba qilolmaydiganligini to'nib yetgan. Uning ustiga shu chaqda Gomindan armiyasining strategik nishoni Xitoy kommunistlarini yo'qotib, ular besib olgan rayonlarni ozod qilish bo'lg'achqa Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligiga erishishi muqarrar ekan. Shunga u Wu qatorli Xitoylar bilan maslahat qilish orqali birdek sulhchilik yo'lini tanlagan. Ya'ni Sharq Turkiston hukumati bilan tinchlik suhbati o'tkazish qarori olgan. Chunki u birdan bir yo'l edi deydi. Ular ham bu ishda qattiq qahr g'azabga to'lgan Sharq Turkistonliklarning g'azabini pasaytish uchun Sovetniki Urumchida turishliq vakolatchi bosh konsuli Yeseyevni orliq solgan deydi. Ham bu yerda nemishqa bu tarixni qisqacha eslab o'tamiz deganda qarindoshlar. Bu ayni vaqtda Sharq Turkiston ozod bo'lishga bir qadamni qolgan ekan. Nihoyatda
foydali ekan bu vaqtdagi vaziyat bizga. Undaqda qandaq bo'lib Xitoylar qandaq ilmiy qo'llanib bu atalmış söyleyichilik siyosati bilan, adam aldash siyosati bilan bizni boshqa yurdi. Yana bu Xitoycha o'zlariniki ayni vaqtda shu bizning vatanda shu Zhang Zhuzhongning qo'llasida armiyaning bosh qo'mondoni bo'lib turgan Song Shilian degan bir Xitoy Sharq Turkistondagi 3 yil degan bir xotirasida mundaq yozadi ekan. Buni qisqa deb o'tamiz, chunki buningda bu boyaqi hujjatni 40 yil besib yotgan İsa Yusuf tilga ilinadi. Buningda nima deyilgan deganda bu Xitoy mundaq yozibdi. Yani ilgari Xitoylar 46-yili biz Sharq Turkistonliklar bilan, ya'ni biz asli bir cho'ng millat, Junxo millati, biz asli tinchlikda yashashimiz kerak degandek tatliq sheka gaplar bilan biznikilarni aldab 11 bitim tuzgandan keyin ahvol yanala o'ngshalmagan. Ya'ni bizning Sharq Turkistonliklar shu burun shu viloyat tarafga chekinib ketib, xalq yana norozi bo'lib 11 bitimga nurg'un to'planlar bo'lgan, namoyishlar bo'lgan, qattiq besimlar bo'lgan, Xitoylarni o'ltirishdak ahvollar bo'lgan. Mushta ahvolda bu Xitoylar bizning vatanga jiddiy askar yetkazib kelmasa bo'lmaydiganligi va boshqa usullarni qo'llansa bo'lmaydiganligini his qilib, Zhang Zhuzhong 46-yili 9-oyda Song Shilianni, ya'ni mushu maqolani yozgan Song Shilian degan Xitoyni vakil qilib, Zhang Jieshning yoniga avatgan. Askar, ya'ni askar avatishni talab qilib bir iltimos yozib avatgan. Zhang Jiesh shu chog'da Lushan degan yerda bo'lib, so'ng Xitoy akelgan iltimosga qo'l qo'yib, uni mudofaa ministrining tasdiqlashiga yo'llagan. Shu chog'da Xitoy to'prog'ida, ya'ni Xitoyning to'prog'ida uzun yillar yashagan İsa Yusuf, ya'ni bu İsa Yusuf qachondan boshlab Xitoy to'prog'ida yashagan deganda uni Shinshay davrida qo'g'lab chiqargan ekan. Shu chog'da Lushan degan to'q. İsa Yusuf Lushan'da 20'dan ortiq Uyg'ur yosh bilan birlikda Samminjuyi yoshlar o'mrikining 2-navbatlik mamlakatlik qurultoyiga qatnashayotgan ekan. İsa tilga elinganda so'ng uni mundaq deb tasvirlaydi. İsa Yusuf o'lkalik hukumatning hay'at a'zosi bo'lib, u Xitoyda uzun yashagan Uyg'ur. U Xitoy hukmdorlarining uzun yillardan Uyg'ur qatorliq millatlarga solgan vahshiy zulmini ayiblaydi. Ammo yana Sovetlar inqilobini qo'llamaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana Sovetlar inqilobini qo'llamaydi ekan va uningdan bak qo'rqilgan bo'lg'ach, Sharq Turkistonning Xitoydan ayrilib mustaqil bo'lishini xohlamaydi. Uning istaydigini faqatla milliy avtonomiya edi deb yozgan. Shunga ular, ya'ni İsa boshliqlar Sharq Turkistonni Chiniy Turkiston deb atashni targ'ib qiladi. Ular Sharq Turkistondan uzun muddat ayrilib yashag'achqa, Sharq Turkistonda tuzuk ijtimoiy asosi yo'q bo'lib, nihoyatda osonda qo'llovchilari bor edi. Ular Ahmadjon Qosimiy yetakchiligidagi Sharq Turkiston hukumatidagilar bilan dushman bo'lg'achqa, Sharq Turkistonliklar ularni Xitoyning ishchilari, milliy manfaatni sotquchilar deb atashyapti. Ya'ni ayni vaqtda bizning Sharq Turkistonlar bularni İsa Yusuf boshliqlarni Xitoyning ishchilari, milliy manfaatni sotquchilar deb ataydi ekan to'q. 40-yillarda ular ilgari Shinshay tarafidan Sharq Turkistonni qo'llab chiqarilgan. Vujunshin davrida Sharq Turkistonga kirgizilmagan. Ammo bu qatim Zhang Zhuzhong ularni taklif qilib, ularga muhim vazifa topshirgan. Maqsadi ularning Sharq Turkiston hukumatiga qarshi ideyasidan foydalanib, Sharq Turkistonliklarning mustaqillik irodasini ojizlashtirish edi. Ular Sharq Turkistonga kelgandan keyin yerli xalqlar namoyishlarda doim yo'qolsin İsa Yusuf, Mas'ud, Jonimxon qatorliq milliy munofiqlar deganga o'xshash juarlarni doim anglag'ili bo'ladi deydi. Demakki, qarindoshlar, ayni vaqtda biz 70 yilning yog'i lider deb tunib qavatgan, milliy da'voga 70 yil yetakchilik qildi degan İsa Yusuf va uningki atrofidagilarning ahvoli bu, qarindoshlar.
Endi Muşu sebepten bu 40 yılın yağı bu mühim hüccet tercüme kılınmadı ve ya ki başka sebepler var mı? Bu vakti bugün yana ötkenki kıyırındaşlarımız yani Germaniyadan Abdurrahimcan, Norveç'ten Erke Rozi, Amerika'dan bugün sabır Uygur muşu kıyırındaşlarımız bilen azraq münazara yaparımız kıyırındaşlar. Assalamu alaikum kıyırındaşlarım. Cesaret Münbir'ge hoş geldinler. Baya men bir tarixni qisqacha so'zlab o'tdim. Buningdagi maqsad men bu shaxsan tarixni toza yaxshi bilib ketmayman. Aramizda shu Abdurrahimjon tarixni yaxshi o'rgangan bir qarindoshimiz, tog'alarimiz tarixni degandek yaxshi bilib ketmaymiz. Ammo hozirgi ahvolni yaxshi bilamiz. Hozirgi ahvol to'g'risida o'zimizning ko'z qarashlarini so'zlay olamiz. Hamda baya tarixiy maqollarni aslimini qisqa aslab o'tishimdagi sababmi qarindoshlarga oldi bilan bu İsa Yusuf Alettekin. Yani bayatılığı ilingan 40 yılının yağı besip yetilgan hüccetini besip yatkan atalmış liderinki kandak insanlığı doğrusunda kısaca uçur verdim. Bu vakti ama Abdurrahimcan qarindoshimizning to'liqlaydiganlari bor deb o'ylayman. Oldimdan Abdurrahimjon qarindoshimiz bu vaqtda azroq bir to'liqlama bersa, andan keyin mushu besilgan hujjat haqida azroq o'zimizniki ko'z qarashlarini so'zlab o'tsak qarindoshlar. Ulug' rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Endi ulug' ro'z Ramazonning o'zida shunday bir ko'ngilsiz temalarni muzokara qilib, huzuringizga taqdim qilib, beram qilib o'tib boramiz. Qarindoshlar, rozi o'qitinglar. Tomoshabin programma tinch olish qarindoshlar demoqchi. Endi neymiş için biz bu temaga bugün kirip kaldık diyen çağda ama şu 3 günün yağı, 4-5 günün yağı bütün ictimai uçur vasıtalarda muşunda Xitay bilen birli yaşaş, Xitaydan ayrılıp yaşaş diyen oxşaş münazirler payda oldu. Aldığın söhbetimi muşun oxşaş bir tema üstüde muzakir kıygandık. Yani İlham Tohti Enstitüsü'nünki kurgucuları ilk bayanatlan kılıp biz İlham Tohti'nin iddiasini chet elda qanot yaydırıp ve hakaza qilib, andan keyin Jungoda Xitoy Uyg'ur millatları inab ittifoq yashashdan iborat mushu g'oyani kengaytiramiz, buning uchun xizmat qilamiz degan mazmundagi bu bayonot butun dunyodagi Uyg'urlarni bearam qildi. Ulug' ro'z Ramazonning o'zida xalqimiz og'zini buzib tildi, haqorat qildi. Muşunda işler bu ketdi, ko'ngilsizlik paydo bo'ldi. Biz endi uni azroq bir besiqib bir ish bulamdı ekanda program ishlasak, ona texim sebep oldu bu qaynab ketishga. Endi ro'z Ramazon shunday ulug' bir ibodat. Allah Taala insonlarningki musulmonlarning gunohini mag'firat qiladigan, Alloh tövbe qilsa har qanday mag'firat qiladi, ammo Ramazon alohida bir oy bo'lg'achqa bu ayninki hürmetini kılıdığan, uruş kılıvatkanlar, uruş toktudığan şunda muhim ayının bir etti. Ama bunun mu muhim bir narsa üstüde biz bu hakkasına bir aram kıldığan söhbetini oturup koyup kaldık. O ne diyen çağda bir devletinin ayada 30 milyon musulmanın takdirine münasebetli boğan bir devletinin ki bir devletinin iş doğruluk bu temini Müşünde huzuruma taqdim qaldık, qarindoshlar. Endi agar şu 45-yili vatanni setishga shundoq oldirib ketmagan bo'lsa, mushular. Men mushu mayli o'lib ketganlar bo'lsin, mayli hayotlari bo'lsin, mayli shu chaqning o'zida nahaq qurbon bo'lib ketganlar bo'lsin, zodi umuman bizning taqdirimizga munosabatli shu vaqtida bizningki özel kesim mustaqil bo'ladigan yoki Xitoyning mustamlikasi bo'lib ketadigan mushundoq bir xalqlik paytda buniga lent kesgan bir turkum rahbar muhim shaxsiylarningki qilgan xiyonati, xoinligi tufaylidan bugungi kunda 70 yildan keyin 75 yildan keyin bugungi kunda vatanimizning o'zi butunlay jahannamga aylanib ketdi. Rozisi nerede kaldı 35 milyon milletninki? 40 milyon, 35 milyon Müslüman dep şunda söyleyemiz. Olanın rozisi nerede kaldı? Olanınki namazı nerede kaldı hazır?
ularning masjidlari nerede qoldi? Qur'on, Allohning muqaddas kalomi nerede qilyapti hozir? Oyoq osti bo'lyapti. Hamma narsa oyoq osti bo'ldi. Endi chet elda bak bo'lsa, mushu bizning suhbatimizni tinglab, bearam bo'ladigan musulmonlar, haqiqiy sodiq musulmonlar balkim 200 ya 300 ni oshmaydi. Bearam qilyaptimi bizni deb ranjiydiganlar shunchaliklar. Ammo biz bu bearamlikni Aşağıdaki 35 milyondan artıq musulmonlarning dafsanda qilinayotganligiga sababchi bo'lgan xoin bir tarix ustida to'xtalyapmiz qarindoshlar. Endi bu men sizlarga o'zim aytmoqchi emas, bundan bearam bo'lishinglarning zarurati yo'q. Yani Ramazan'ını ba'zilar şu Ramazan'ı niqab qilib olib, Ramazan'ın keyniga o'tib olib, ulug' ro'za Ramazan'da nima uchun bundaq ig'vat aqtislar deb mundaq qalqon qilayotganlarmi bor hozir. O'zi yetib ochqich xatolikni qilib, bugungi kunda xatolikni qilib turib, millat sakrab chiqqan chaqning o'zida ulug' ro'za Ramazan'da sen mundaq urush dersang bo'lmaydi deb mundaq musulmonlarni sipar qilib turib, Ramazonni sipar qilib turib, qo'g'dinayotganlarmi bor. Shuning uchun qarindoshlar, o'shar bulayli bundaq muhim tema qandaq chaqda o'tirib qo'yilsa, shu vaqtning o'zi bu temaga yo'l ochiladi. Allohmi bundan ranjib, buni anglagan haqqas qarindoshlarni do'zaxga tashlayotmas. Bu bir ulug' bir vatanning, muqaddas bir davlatninki 30 milyon musulmonning taqdiriga munosabatli bo'lgan bir xiyonat ustida biz pash qilish olib berayotgandan keyin qarindoshlar sizlarga gunohkor kutamiz deb ansirab yurmanglar. Agar ansirsanglar anglamanglar. Anglamay, Allohga durud aytib, istig'for aytib o'tkazgan gunohlaringizga tövbe qilsanglar, biz hargiz sizning uyingizga kirib turib, ishga qilib turib buni so'zlamaymiz qarindoshlar. Biz özümüzün uyda, özümüzün ikramında bu söhbətni təqdim qılıbatımız. Onunla millət təqdim qılıbatımız. Bizdən bir aram bulduğan bir qancha adamga, bir qancha 100 adamga emas. Milyonluğan xalqımızı təqdim qılıbatımız. Xoş, endi bu temanın məzmununa gəlsək, endilikle bunu tarixning o'zi har xil yezib ketdi bu to'g'riliq. Biz Uyg'urlar o'zimiz tarixni haqiqatan yozolmadik. Tarixni yozadiganlar bu tarixning guvohchilari o'zida bashbatman jinoyat bo'lg'achqa bu tarixni haqiqiy yozmaydi. Bu tarixni tarix betim yezib xotirlab bizga taqdim qilmaydi. Chunki o tarixda o'zi guvohchi, o tarixdagi jinoyatga o'zi sherik. Onun uchun ular haqiqiy tarixni ham yezib bizga taqdim qilmaydi. Andan keyin bu tarixni ruslar yozdi, xitoylar yozdi, ular burmulab yozdi. Hozir Xitoy yozgan tarixni Xitoylar mundaq deb shu vaqtda yezibdi mana ular to'g'riliq desak, Xitoyning deganiga ishonamsa deb bizga mundaq raddiya qildi. Uruslar mundaq yezibdi bu tarixni desa, voy urus bizning dushmanimiz bo'lsa, urusning gapiga ishonamsa deydi. Unda xo'sh kimning gapiga ishonmaymiz degan chaqda o'tirdi bir tarix yo'q. Haqiqiy bir tarix yo'q. Yezilgan tarix yo'q. Endi o'tirda yuz bergan voqea bor. Bu voqea nima? Sharqiy Turkiston, ya'ni shu shimoldagi mustaqil Sharqiy Turkiston davlat armiyasi 30 ming kishilik muntazam qo'shin Manas daryosiga keldi. Abiyam riyosatchi jasorat qarindoshimiz deb o'tganga o'xshash, Urumchiga faqat 140 kilometr qoldi. Xitoyning u yerdagi davlat armiyasi Urumchiga hukumatni qo'g'dab qolishga imkoniyat qolmadi. Jon Kaysiga necha qitim telegram yo'lladi hujum uchun. Shu vaqtning o'zida biz endi yeydigan oshliq yo'q, o'qtur yo'q, miltiq yo'q, askar yo'q. Biz butunlay endi tugishyapmiz, qanday qilamiz, yo'l yo'riq o'rganganda Jangdishi bizni bearam qilmang, markazdan sizga yordam qilsak bizning imkoniyatimiz yo'q. O'zinglarni bir amal qilib saqlab turinglar degan shu vaqtda Jangdishining javobi. Bir amal qilib vaqtli terkishib turinglar. Bu g'arbga yurish qilayotgan armiya yo'lda ketyapti degan qo'mondon armiyasi yo'lga chiqqan bir 2 batalyon armiya. Ammo ularningki yetib kelish mumkin emasdi. Manasdan 140 kilometr ilgarilasa o vatan mustaqil bir davlatga aylanib qoladi. Qo'mondon armiyasi u vaqtda kirolmaydi. Nima kirolmaydi? Bu bizning mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyatining urushini qo'llayotgan Sovet ittifoqi bo'ldi.
Sovet İttifaqıdan Xitay Komünist Partiyasını qo'qdi, Gomindang texni qo'qdi Sovet İttifaqıdan. Şuna naiti ağır günü qalgan. Qalgan çağının özüdə Zhang Jishun ayanqı kapırının eti Zhang Jishun. Zhang Jishun'un özü ona tədbirlik öz Yaponiyada bu hərbi məktəbdə oxuyan deyilğandan qıvaqya ona təcrübəlik bir qu siyasetçi hem jallat başkeser bir jallatga təcrübəsi var. Bunun özünü bizning vatanga əvətgan hem muşu bazı materiallar deyişilçe Müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti vaqtli hükümetinin içidimi bir tarafı Sovet İttifaqı özül kesil iqtidarga bağlangan Stalin Moskva nemede şunu icra kıldıgan yeni bir tarafı Gomindanga ve Gongsendanga bağlangan yani muşundak iqimlan baki. Bunu 4 kısmına bölsek Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ndeki hükümet tabiyetinin içindeki mühim şahslarını 4 kısmına bölsek bir kısmı özül kesil vatanın müstakilliğini qo'lga keltirish uchun kurash qildi. Sovetning yordami bilan. Yana bir kısmı Moskva'nın buyrug'iga bo'ysundu. Moskva yatdı, qoptis qo'pidi. Bu yerda mustaqillik bir davlat qurish planda yo'q, arzu irodasida yo'q. Üçüncü kısmı Xitay Komünistik Partiyasiga bağlanırlık Abdukerim Abbasovga o'xshash. Dördüncü kısmı andakin Xitay Gomindang hükümetiga bağlanırlık. Muşu 4 kısmı bölüngen çağının özüde endi bu Zhang Jishun'ni, Zhang Keishi Ürümchiga əvətib bu yerda bir ahvolni kuzatib keling deyishdan burun muşu Sharqiy Turkiston mustaqil Cumhuriyetining ichidagi mustaqillikni xohlamaydigan, ya'ni kommunizmni xohlaydigan yoki Xitoy Gomindang bilan birga yashashni xohlaydigan xoinlar Rus elchixonasiga, G'o'ldagi Rus elchixonasiga iltimos yo'llagan. Bizni yarashtirib qo'ysanglar. Biz yomon urush qildik. Endi yomon urush qildik degan qanchalik? 7-8 ay urush qilgan shu vaqtning o'zida G'o'ldada qo'zg'algan urush 45-chi 1-oygacha aralıqda bir qancha ay davomlashgan urush. Biz yomon uzun urush qildik. Gomindang tarafı halsirab ketdi. Gomindangni ichki urush qilib qoldi. Kommunistlar bilan urush qilyapti. Bizmi yomon bek halsirab ketyapmiz. Xalqimiz bek nomrod bo'lib ketdi. Bizga tinchlik kerak. Shunga sizlar org'a kirib, Rossiya org'a kirib bizni yarashtirib tutganini maqsadlarni iltimos qilgan hukumat tabiyatidagi hay'atlar, hukumat hay'atining ichiga a'zolardi. Buni G'o'ldagi Rus konsulxonasi Moskvaga yo'llagan, Moskvadan Nanjingga yo'llagan. Bunun mazmuni Moskva hukumati Nanjingga yo'llagandan keyin dal mo'shchaqning o'zida naati yog'da xo'sh yoqqan Zhang Keishiga. Andan keyin Zhang Jishunni sizning tajribamiz bor, Zhang Jishun efendi. Siz G'arbiy Shimolga berib, mushu Sharqiy Turkiston masalasini hal qilishga yo'l menatgan. Moskvadan bizga mushundaq bir aloq kelib qoldi. Naati yaxshi bir qo'sh xabar degandan keyin, andan keyin Zhang Jishun buni asos qilib turib, ham shu vaqtda Zhang Jishunni G'arbiy Shimoldagi o'lkalarga harbiy mahkamasiga qo'mondon qilib belgilagan ki ham. Shuning bilan bu qo'ljiga Ürümchiga yetib kelib, bu kagichilik oraliqda bu G'o'ljininki vakillar kelib bo'lganka 2 kun burun. Ahmadjon Qosimi, andan Ubul Xayri Töre, Rahimjon Sabraji bu 3 tane vakil G'o'ljidan Ürümchiga kelib 2 kun burun saqlab yotganka bular. Yani demek Müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin içinde bu devletinin müstakil bu bitişini xahlamaydigan pirkiler batı degan gap. Argan degende 4 Türkümge bölüntü bola. Andan keyin bular tinchlik so'hbatini shu vaqtda boshlab, tinchlik so'hbatini boshlamay turiblam 11 bitimlik shartnoma shu vaqtda tuzilib bo'lgan. Buni tarmoqlari tezal bo'lmay turib 45-2 ayning ichida bu 11 moddalik bitim tuzilgan. Qolganlar hammasi qo'shimcha. Birinchi qo'shimcha, ikkinchi qo'shimchada qo'shimcha vaqtlik choralar. Asosli g'ollik to'xtam 11 moddalik shartnoma. Shuni tuzib bo'lgandan keyin, andan keyin o'lkalik birlashma hukumati ta'sis qilinib, o'lkalik birlashma hukumatiga ishkirdan 10 odamni ko'rsatilgan G'o'lji tarafdan, andan keyin bu Qashqar tarafidan qolgan
15 adamni ko'rsatgan ashta to'xtamlar bilan bu hukumatniki o'li shu tuzib chiqqan 45-yil 2-oyning ichida bu tayyor bo'lgan. Ya'ni demak, yani bu Gomidan hükümet tarafdaki Eysa Efendi, Mesut Efendi, Memnun Boğra, yakıdak Burhan deydiğen bir moncha adamların özü aslında bu vatanın müstakil için xalamaydiganlar. Nima xalamaydi degan chaqda bu yani biz boshqaramaymiz degan bu ro'yi taslim bo'lib ketganlar. Aslida bular faqat bir xoin haq emas. Ya'ni bu vatanni Xitoyga sotib ketyapmiz degan xoinlardan emas. Ama bu yani biz boshqaramaymiz. Bu yani o'zi Gomindandan o'zib chiqsa, ma G'o'ljidagi o'g'irlar Sovetning bu kommunist g'olchilari bu yani egallab ketdi. Ma'lum bezerki komünizmga qarshi pan-türk kishilarning o'zimizda qurol yo'q. Bizni xalq qo'llamaydi, bu xalqni arilib ketgan Nanjingda, Chunchingda nima o'ynab yurgan tataylar bilan tomosha qilib yurgan. Bu bizning inovatimiz yo'q, nupuzimiz yo'q. Faqat Memnun Bo'g'raniki Xotanga bosh azroq nupuzi bor ekan, ammo umumiy bu 7 viloyatda bularning hech qaysi nupuzi yo'q. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerning o'zida bu o'lkaning o'zini mustaqil qilib shunday qilib orqali chiqib ketsak, G'o'lji tarafning ta'siri bilan qurol mushuladi bor, kuch mushuladi bor, 30 ming dona muntazam askar bor, janub deganda nurg'un viloyatlarda, nahiylarda mustaqillik uchun partizanlik harakati elib berilyapti. Xitoy deganning u yerda zal putirab qolmagan. Bunday bir vaziyatning o'zida bizni jangashi tashib etib qolsa, bizni Sovet ittifoqining ta'siridagi kommunistlarning ostiga tushib ketamiz. Bizning G'arbiy Turkistondagi turk qarindoshlarimizga zulm solgan bu Rus kommunistlarning quliga tushib ketamiz biz deb, faqat ideologiyaning ta'sirida ular o'zining bir mustaqil davlati bo'lishiga xohlamagan, bu davlatni xohlamay qarshi turgan. Qarshi turib izchil asli Jangjijongmi bu o'lkaningki almi-talmini bilmaydi. Bu kipin baqqan narsa emas bu Jangjijong degan. Uyg'urlarning madaniyatini, psixikasini hech narsani bilmaydigan narsa. Ammo shu o'lkalik hukumatda Gomindan hay'ati tarafdan turgan shu 6-7 apandilar bunga maxsus taklif berib Uyg'urlarning psixik mijoz xarakterini hammani dalshirib o'gitib, ana qilishlarga munda qilishlarga deb yo'l qo'yishib, eng oxirida ham shu vaqtda o'zil kesil bu Gomindanlarni ustiga egallab ketolmagan. Şöyle qilib birlashib Sharqiy Turkiston mustaqil hukumatning vakillari bilan birlikda ishlar boshqarib turgan bo'ladi. Ta 49-yili 8-oygacha bular birlikda vaqtni so'zgan. Sharqiy Turkiston mustaqil jumhuriyatiga garchi yomonlab so'lihini buzib ketgan bo'lsa-mu, ularning yana asosli g'oyasi biz shu nimaga yoki kommunizm bilan birlashib yoki Gomindan bilan birlashib oliy bir avtonomiyani qilamiz deydigan talab bor. Ularda mustaqil bo'lishimiz kerak deydigan unda bir narsa yo'q. Hammasi yolg'on, uydurma. Deydi mustaqillik uchun Urumchidagi tinch shartnomani buzib 47-yili 11-oyda G'o'ljiga qaytib ketgan degan gaplar hammasi uydurma. Ular mustaqillik uchun ketmagan. Ular agar mustaqillik uchun ketgan bo'lsa, shu vaqtda 30 ming kishilik muntazam armiya bilan qo'zg'alsimi Gomindanlar tanqilanmaydi. Nima ish qilganda Gomindanlar kommunist Xitoylarga urushib, hali qolmay, chekindiga yer topolmay poytaxtni o'lkani bu o'lkaga yo'tkab yurgan chaqlar bu. Gomindanlar bostirolmaydi. Ammo ular qo'zg'alib chiqib mustaqillik urush qo'zg'ash uchun chekinib ketmagan ularmi. Bu guna asli bir taraflar emas, har ikki tarafda bor. Her ikki tarafda bo'lg'achqa Ava muntazam davlat armiyasini 5 yil tutib yotdi. Ta 49-yili 9-oygacha Gomindan to'liq taslim bo'lib, markaziy hukumatni kommunist partiyaga tashlab berganga qadar bular G'o'ljida besib yotdi. Gez chiqarib, shu pan-turkizmchilarni tillab, tanqidlab, xalqni shunday yaxshi turmushda yetaklab Sovet ittifoqining qangazak akilib bularga taqib degandek ashunday qilib vaqtni o'tkazdi. Ondan keyin 49-yili 9-oyning oxirlari Jangjij taslim bo'lgandan keyin 9-oyning 14-kunisi. Shuna bilan bu Urumchidagi vaqt hukumat
Andakin telegram yollab biz Komünist Partiyaga qo'shilmaymiz, hokimiyatga qo'shilmaymiz deb taslim bo'lganini o'qitdi hammasi shuning bilan bu ashta tip-tinchdan bir pay o'q atmay kommunist Xitoylarning kelishiga sabab bo'ldi. Endi 3 apandilarga kelsak, bular Gomindaniki qanday holda ekanligini bildi. Qanchalik imkoniyatning borligini bildi. Hatto maosh taqtamlarga, mushu bichar apandilarga yetarli maoshni taqtamay, ba'zi chaqda 2 oylik maoshni bir qatimda berib, mushunda ketayotgan chaqlar. Shuncha bichar holdagi ahvolni bildi. Bilib turib, bular hech bo'lmasa janub tarafga berib, xotanni o'simi ozod qilishni o'ylamagan bular, xohlamagan. Yo'q olmaydi. G'o'lji tarafga elchi avatib, chekinib ketganlar bilan suhbatlashib, bo'ldi biz Sovet ittifoqiga o'tib ketaylik. Biz mustaqillik qo'zg'ayli deb bundaq bir taktikani, bundaq bir siyosatni, ya'ni taklifni o'tirib qo'ymagan. Nima qilgan chaqda faqatlam biz Xitoy Gomindanning qo'lida Gomindan g'alaba qilsa, shundan biz Ali yuksak avtonomiya erishib, Chin Turkiston oliy muxtoriyati degan bir davlatni qurib, mashada mushunda yashaymiz. Zigalli narsa bor. Shuning uchun bu izlanmagan. Endi bu maxfiyatlikka kelsak, musobatning peshidagi maxfiy hujjatga kelsak, endi buni ham chet eldagi vaziyat bu. Vatanning ichidagi shu qilib qoltayli, endi 49-yili har ikki tarafi taslim bo'lib tugidi bu vatanniki ishlari. Endi chet elga chiqqancha qadamda 40 necha yil, hozirda 40 necha emas, 74 yilgacha bu maxfiyatlik o'tirib chiqmay saqlanadi. Yani Zhang Jijong şu vaqtida G'arbiy Shimolga mas'ul xodim ham Xinjiang o'lkalik hukumatning qonunliq raisi. Shuning o'zining og'zi bilan bu yer mustamlaka rayon. Bu bizning emas. Bu yerni biz ishg'ol qildik degan bu hujjatning o'zi rasmiy hukumatning og'zidan chiqqan hujjat. Buning o'zini endi 75 yilgacha maxfiy tutdi deymiz endi. Nima uchun maxfiy tutdi? Men o'sha to'xtab turayim, qilgan gapimni deyman. Bo'ladi, maqarindachilar bu gap nima teshib chiqib qoldi deganda, sizlar oldinglar asli bu ro'za Ramazonda bu gaplarni deyishning hojati yo'qdi, ammo tunugunmi oldingi kunlari shu butun Facebooklarda mushu tema, ya'ni Abdurahim G'ani degan qayrindishimiz programmada bu programga chiqqan mehmondan shu savolni so'ragandan keyin bu odam mehmon bo'lib chiqqan odam o'sha Isa Yusuf Altekinning yanida uzun yillar ishlagan odam bo'lg'achqa bu material nihoyatda muhim bir material bo'lg'achqa bu Abdurahim G'ani qayrindishimiz telefon qilib so'ragandan keyin bu odam bu hujjatning haqiqiy borligi uni ko'rganligi o'zi ammo xitoycha bilmagachga nima ekanligini bilmaganligini deb o'tdi. Ama yukarıda koyulgan videoda ama G'ulom Apandi bu hujjatniki ahamiyatini ama o Abdurimjon ağaynimizin bir aqir deb o'tdi ağaynlar. Biz doim o'ylaydik bu da'vo 70 yilning yog'i nemishqa bu da'vo oqmayotdi, nemishqa natijasi yo'q deganda har xil javoblarni izlab boqqandik. Mana bugun muhim javoblarning birisini topdik. Chunki hozir biz bütün Uyghur xalqı nima tirishayotdi? Sharq Turkistonning bir besib olingan zimin ekanligi. O qandaqdir Xitoy deb qilayotgandek azaldan Xitoyning bir qismi emasligi, u yerki millatlarning Junxo millatlari emasligi, mushuni dunyoga anglitishga, ham u yerki xalqning hozir birdan-bir orzusining mustaqillik ekanligini xalqaro yetkazishga tirishayotgan bir paytda bu nemishqa bu tuproq mushundaq besib olingan zimin turib xalqaro tarafdan e'tirof qilinmadi deganga bir javob topgandek qilyapmiz qarindoshlar. Ma ishqonlar erkin bilan umid, ishqonlar mushu ahvollarni ko'rdinglar, bayanayam oldinglar. Kallanglarga nima qilyapti shu an? Xo'sh, Umid apandim. Yani mening kallam kevak bilan men gapni rasmiy aytay, bu vaqtda hech qanday Abdurimjonninki vatanning ichidagi bo'lgan bu tarixga %100 qo'shilmaydi. Men bu o'xshash o'ylayman, vatanning ichida shunda bo'lmagan bo'lsa, bu yerda ikki yil tarafdan ketgan degan yeriga %100 to'g'ri. Chunki bu yerda haqiqiy bir mustaqillik shu guruhning ichida hatto 3 ga bo'lingan bir guruh bo'lib, agar mustaqil parvar insonlar kuchliroq chiqib ketgan bo'lsa, mala ojizlik qila oladi. Ammo ashada bir narsani ko'rib olgan oldi, hamda tarix
tarixdan hozir his qilgan va his qilganlarimiz nima degan chog'da bu yerda bir mustaqil davlat quramiz degan davlatchilik ideologiyasi bilan urush bo'lmabdi bu yerda. Bir qon to'kish faqat birisi kommunizm ideologiyasi uchun xizmat qiladigan ideologiya qurbonlari, ama birisi qo'pib atalmış shu Çin'i, Türkiston deganga egishib ketgan bu gomindangcha hisobda kapitalistik sistem hamdi. Jiang Zemin'in sistemi amaliyotda Amerikaniki kapitalistik sistemini yoqtirgan bir sistem deb qarayman men. Endi bu yerda ikki ideologiyaning qurboni bo'lib ketgan bizning xalqimiz uchun mush tarixdan nima qilsak, aşu tökülgen qonlar nima degan chog'da milliy ruhning yetilmay ashada bu vatanning mustaqilligi degan narsa asosliq maqsad nishon bo'lamagan ekan. Tarixdan shuni his qilgan oldu. Endi hozir bu yoshiringan material deganga kelgan chog'da men rasmiydan bir narsa uchun mushu temaning bo'layotganligini ko'rdim. Ama bir yerde menimki tushunamagan nima degan chog'da masalan mushu temaga Hamid Köktürk akimiz bir yerde o'tirg'i qo'ydi hamda bu savolga javob asosan. Bu hozirgi shu mening kallamda buni yeshamayotgan narsam Hamid Köktürk efendi o'ttirg'i chiqargandan keyin chiqdimi bu yoshirilgan material ya shundaq bir materialning borligi boshqa bir yerlardami deyilganmi hamda. Bu birinchi savolda. Endi Hamidxon Köktürk buni ko'rgan bo'lsa men ko'rdim, ammo men uni tushunmagandan keyin deganda tushunmagan odam buning ichidan nim deyilganligini nim bildi hamda. Shu chog'larda Isaias Alptekin davrlarida bu Gomindan ishlatadigan Xitoy yezigini, ya'ni Xitoyninki yezigi ularning Budyan yedamda bizimlaydigan bularni. Ashuni o'qalaydigan odam faqat shu Isaias Alptekin bo'lishi kerak bu chog'larda. Yani Xitoy uchun undan bildigan boshqa odam yo'q. Keyin hamda ma'lumki masalan Xitoy uchun Raurus o'qalaydigan burunqi yeziqlarni o'qalaydigan Erkin Akramlar, undan keyin Hoji Yaqub Kamlar, rahmatliklar ular paydo bo'lgan bo'lsa, u keyingi davr. Ammo bu yerda shu davrlarda Isaias Alptekindan boshqasi o'qamaydi. O'qamagan materialni Hamidxon Köktürk efendi bu ashu material bu deganni qanday biladi? Buni men tushunamdim rostisa. Başada bir Ümit'neki sualıma bir cevap beriyotay. Ruhsat olsun. Ümit'nin birinci sualı. Bu mesela bundan burun oturup çıkanmı ya Hamidxon Köktürk'ten başada bir cevap beriş nasıl çıkıp kaldı mı degan sual kelsek. O to'g'risida bir qancha ay avval G'ulom Osmon Efendi so'zlabdi. Abiyam bu shu kirishida taqdim qilgani, bundan bir qancha ay burun YouTube'da so'zlabdi. Men uni qayta takror ko'rib chiqdim. Diqqatim ko'rgan vaqtida tazi diqqat qilmayotgan menma. Ma yangi parang o'tirib chiqqandan keyin qayta uni birlashtirib oldim. Olsam ikkisi mazmun o'xshash chiqadi. Ondan keyin Seyit Taranchi Efendi, Turkiyadagi İstanbul'dagi Seyit Taranchi Efendi bu to'g'rilikni aytib qaynab WhatsApp'da so'zlab yuribdi. Bu odam shu vaqtning o'zida Aysa Bayning qishiq berib, shu materialni bering, biz tarjima qilaylik, madad qilaylik deb vaqtida unutmagan degan gap so'zlar bor endi. Bu o'tirib chiqayotgan narsa. Endi yana bir savolga kelsak, Umidniki bu ikkinchi oxirgi savolni aytdi, nima deydi? O savolni aytdi. Aysa Efendi başka adam okuyamaydı dedi. Aysa Efendi 66. yılda 200 gömesi okuyan. Başını kazası. 66. yıldan burun bulanı Tayvan başkurt diye. Gomindan'ınki nefset diye bular. Gomindan'ınki milletvekili diye. Ular da maaş edip yol yoruğu bilen Gomindan şu Can Kayşi Gomindan Tayvan ne bilirse şunu kıldı bular. Şunda işe kıldı. Fakat komünizme karşı teşkilat kıldı. O Doğu Türkistan da koygan bilen Akılda Türklerge. Ama öz ülkesi komünizm karşı hareket kıldı bular. Hatta Sovyet İttifakı karşı teşkilat kıldı bular. Aşında kıldı. Şu aşka o vaxtıda bulmadı. Keyin 66. yılda kelgan çağda bu kişininki 66. yılda çıkıp bir çağıldı. Közü ama o kaldı.
Hem şu arlıqılda 67-ci bularning o'zi Tayvanni yamanlab ketib, yamanbek jonkeşilib ketgandan keyinki ularningki varisleri yaxshi muomala qilmagan qanday qilgan, shuni bilan xapib ketgan. Endi bu xapishning sababini tushuntirishda biz Sharqiy Turkistondagi, ya'ni besonilgan millatni ular o'zlarining o'z belgisi bo'ladi deb bayonotlanib deb yolversak, ular bayonotlanmadi. Bu cho'ng qurug'liqningki umumiy milliy irodasi bilan bo'yicha mangadi. Biz Tayvan vakillik qilmaymiz deb rad qilgandan keyin yamanlab ketib, andan keyin Tayvandan chiqib ketgan deb mandaq bir sababni bayon qildi. Mayli sababi qanday bo'lsin, 67-yillarda bular Tayvandan qonunliq millat vakillik salohiyatini bekor qilib o'zi chiqib ketgan bo'lib istifa berib. Endi bu chog'da endi bir ish qiladi desa, axatni o'qiolmaydi. Umid yanga o'xshash, u xatni o'qiydigan boshqa odam yo'q. Aysa apandi o'zi o'qiolmaydi. Bu bir özür edeyli. Endi Hamidxon Köktür qanday o'qigan buni degan mazmunga kelgan bo'lsak, Hamidxon Köktürning deyishida şu vaqtda şu xatni o'qiy oladigan bir kimniki qiynalsidimi Xudoyim. Bir odamning ismini deyilishadi. Aysa apandiniki bir narsani ishqib bir kimniki qiynalishga shunga birga keldik. Kelib o menga depadi, mush material shu deb depadi, shu o'qituvchi yaxshi biladi deb tushundim. Hamidxon Köktürniki shu materialning shu ekanligi jazm qilishidiki, şu vaqtdagi birga kirgan bir odam etilimi degan diyetni hozir aslayolmadim. Uni o'qib berganda shu material shu demoqchi. Men tushuncha bo'ldim. Bundan boshqa men azroq qo'shimcha qilib qo'yay. Va nimani anglasanglar, G'ulom apandiniki so'zini anglasanglar, uningda deydiki, bu Isa apandiniki aslimisida bu material tilga ilinganki, ham bu materialniki mazmuni boya deyilgandek, bu nima Sharq Turkistonliklar Junxon menzu emas. Ular boshqa millat biz ashta davab beramiz. Bu Sharq Turkiston asli besib ilingan zamin, ammo biz tarixdan bizningki bir tuprog'imiz davab etdimiz degan mazmunlar yozilganki shu Aysa apandiniki aslimisida. Ya'ni shuningdimi belgili bo'ladi. Ham nurg'un odamlar Turkiyadagilar shu dernakda ishlaganlar biladi buni burundan mushtab hujjat borlig'ini. Erkin, sening o'ylaganlaringni anglaylik. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan suygan imonliq, e'tiqodliq barliq qarindoshlarimiz ro'z kunlariga takrar muborak bo'lsin. Bu hujjat material to'g'riliq kelsak, meningki so'zim men bu to'g'rida bakchiq so'zlamayman, ammo o'zimning beshimda o'tgan o'zimning beshini o'tgan ahvolga asosan bundan yakun chiqarma. Bayatın Abdurrahimjon buni 1945dan tortib 3 apanda hammalarning jarayonlarini yaxshi tushuntirib berdi. Meningki shu 2018-yilga qadar da'vogarlarni teshishdan kuzatib, 2018dagi rasmiy da'voga kirish jarayonlarining o'zida men o'zim echingan taraf qaysi taraf desa, men da'voga kirganimdan men u dunyo bu dunyo rozi. Ammo bunun her bir depterini aşkan siz bir taraftan ko'nglingiz yerim buldu, bir taraftan g'azablansiz bu dava. Dava içindeki insanlarga, davagarlarga. Xuddi hozirgidek her gün bir varaqlasak, bunun içinde xiyonet chiqqanga o'xshash, yana takrar xiyonet, bu takrar xiyonet. Ham bende meniki deydigan gapim qaysi degan chaqda, bu üç efendiler tashqi dunyoga men xulos gap qaysi degan chaqda men mushkim qadar suhbatlarimning o'zida bayqalırmısın deyman. Bizning davoyimiz tashqi dunyoda monopol qilingan, kontrol qilingan, bilinmaydigan, ham bilgili bo'lmaydigan ma'lum kuchlar tarafidan kontrol qilingan davo deb qaraydim. Hozir Abdurrahimjon yaştı, G'ulom apandim yashyapti, Hamidxon Köktürk bu faktlarga asos kelsak, demak bu yerda xulosalanyapti. Shu ish shu 70 yil avvalgi qurilgan bir kontrolning ichida davoyimizning ichida takrorlanib kelganligini tushuntirdi. Buning ichidan tashqi chiqqili bo'lmaydigan. Masalan, buniki qaysi isbot degan chaqda mening tushuncham. Masalan, davoning o'rni bir xato Turkiya. İdeologiyasi qaysi pan-turkisizm. Pan-turkisizm bormi yo'qmi, o alburun o'lgan. Turkiya desak davoning o'rni Turkiya o'zidan masalan 500 kilometr yiroqdagi Ozarbayjonga kirib, aşağıdaki Armanlar besib olgan Tog'li Qorabog' rayonini 100 yildan bir sal qilmoqliq. Buning uchun
100 yıldan birisi hatta shunchaki yordam berolmaqliq, hatta Türkiye hükümeti aynı vaqtdagi mush Iroqning Kerkuk, Musul deydigan Türk degan Türkmen deb atgan o'zining chigirskiyaga o'tirib bir 5 tane tapanchani berolmaqlik rostini degan chaqda. Endi mush yerga kirib o'tirib, yana atalmış bir yolg'on turkchilik bilan pan-turkism bilan bu millatni mening tushuncha bo'lgan chaqda %100 oldiqaliq deb o'ylayman. Hem bunun oxirgi taraflarını qaysi desak, bunu davayımız da şu. Bu men yalgan sözleş, bunu oturup yeşi böyle pedazlap, unda qilish mening qo'limdan kelmaydi. Bugünkü meselen reallik ahvollarga qarsak, men mush ayni kuchdan gumon qilaman. Mesela 2009-yilgi qonun loyihasining bostirilishi. Mana bu ko'z oldimizdagi voqea mana yuturilgan, shuning o'xshaydigan bir hujjat bu. Bu bir. Yeni birisi bir cennetten çıkan bir insanın pasport erişi şunçilik ters, şunçilik capalık, şunçilik ahvalının aslında Uygurlarının Vietnam, arkalık, Tayland'la qanday qilib Suriye kep qalğanlığı. Demek ki bizning milletimizning baştan ayak oturup muşunun tapını qırqıydıgan xalqarada qaysi dava bo'lsa, bu davanın paylık dava bo'lsa, bu davanın aksi təturisiga. Məsələn, Amerika G'arb dunyosi terrorizmga qarshi jang qilgan bo'lsa, ana shu necha 10 minglagan Uyg'urlarning davlatdan davlat xalqi o'tirib Suriyaga kirib, hatto o'tirib bu yerda jang qilgan jangchiga aylanib ketishi. Mushu men o'ylab, burundan tortib deb kelgan bizning davoyimiz 70 yildan birisi bir qafasning ichida, kontrolning ichida, planning ichida oxirgi deb. Men inshaalloh chiqib ketishga tirishdim. Ta hozir qadar buniki yana bir misoli qaysi deysanglar, masalan hozir ayni vaqtda Gomindan bilan Gongsandan o'tirishga bo'yliq chambar shakllik munosabatga. Ta hozir qadar bizning davoyimiz masalan nada hal bo'ldiganlik masalasi, davoning yo'linishi masalan, namoyishlar bo'lsa nada qilish. Amerika bilan bugungi kunimizda masalan Amerika bilan Xitoyning savdo munosabati qayerga keldi? Qaysi yengish oldida, qaysi yengilish oldida? Millat qaysi tarafda turish kerak? Nishonda qanday biz nima ish qilish kerak degan vaqtning o'zida bunday masalalarga javob bergan hech qanday bir inson yo'q. Mana hozirning o'zidami yana o'tirib vatan millatni mustaqil qilamiz degan bo'lsa shu ideyada mangan bo'lsaqda biz man o'xshash yani ihanat bu xiyonatlarni yani takrorlab o'tmaydik. Men xulosa gap mening ikki paket unga nisbatan bu 70 yildan birisi bizning davoyimiz mush kontrolning ichida bo'lib kelgan, millatimiz yana sagak bo'lmaydi ekan, yana hushar bo'lmaydi ekan, yana ashundoq o'tirib 45-yildagi nechinchi yillardagi bu vaziyatni bundan yaxshi o'rnak qilib bugungi reallikqa, bugungi faktga, bugungi amaliyotga millatimiz jonli qarab iymon, e'tiqodi bilan biz zarrichilik axloqi bilan vatanda o'layotgan xalqning qon qisosiga qiyniqmada qarab turib muomala qilib, anda bo'lgan bo'lsa, buni da qanday tajriba sabab qilib, hozirqisida qanday ishlar bo'ladi, hozir men qanday qilishim kerak, qaysi kuchning maydonda turishim kerak. Abdurumjon bayatini deb o'tdi ana. 4 xilga ayirib bu kuchlar o'tirishga tanqul. Anda bo'lsa, bugun biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtimizda biz ziyon azayta olamiz. Mustaqil qo'ygan nishonimizni mustaqillikqa tezroq yetishga foydasi bor deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda oldingi tarixlarni so'zlab o'tdi. Bugungi reallik kelsak, mening tushuncham shu bu ozdirilgan, uqiltilgan millatimiz ko'pchilik o'yg'andi deb o'ylayman. Ammo bu yana yetarli emas. Millatimiz bayqish kerak, uyg'onish kerak, yanimiz sagak bo'lish kerak. 2009-yildagi qonun loyihasi nima uchun boshqalar tarafidan, boshqa bir pasandi millatlar tarafidan nima deb o'tirib tualetning qog'ozda o'tirib tualet qog'ozga aylanib qoldi. Yana nima uchun necha 10 minglagan Uyg'urlar o'tirib davlatdan davlat o'tirib Suriyaga kirib bu yerda o'lib bombalarda Uyg'urlar bu terrorist tizimlikka kirgizishning bir o'lcham shartlariga to'shab qoldi. Odat bir odam bir pasportni elish, janubdagi shu dehqonlarni elish mumkin emas. Millatimiz bu yerda yana hozirga qadar bu millatning taqdirini, bu millatning mustaqilligini boshdan qiyman, yo'q qilaman deb o'tirib planning ichida turayotganligini buni tushish kerak. Buning tipik bir yana bir isboti necha kun avval o'tirib chiqqan İlham To'xta institut masalasi. Buning tushuncha berib qo'ya. İlham To'xta durust odam, buning ideologiyasidan foydalanish orqali yana o'tirib bu yerda Xitoy madaniyati, Xitoy tashviqotini yana Xitoy ideologiyasini tashviq qilishdan boshqa narsa emas edi.
İnşallah o işlarni yaxshi qarab manga deb o'ylayman. Mushundaq masalalar kelgan chog'da millatimiz har qanday holatda istakak bo'lishi kerak. Rahmat, mening deydigan gapim shu. Tamam. Endi her iş adam bilen bulduğu qarindoshlar. Adam qandaq tipdagi adam bo'lsa, uning qo'lidan shundaq ish chiqadi ekan. Endi bu yerda bugun yana to'rda nihoyatda muhim bir hujjat tarqatilib o'tadi. Bu turkcha bir hujjat ekan bu. Buni bir qisqa ko'rib o'taylik, undan keyin keyingi savolimga o'taman. Bu nima hujjatga deganda bu Sayın Yusuf Aliptekin'e açık mektup dedi. Yani Yusuf Aliptekin'e yazılan uçuk mektup ki. Bu 1963 yazılgan bir mektup kendi hem de bu. Bu uçuk mektupta nime depti bir köp bakayla bu bişidikileri bek muhim emas, muhimi bizge münasebet nime. Bizle bekara kızıktırlığını bir yeri bakya. Bu 15. bettike, onu ben açay, 15. bette. Şuya ekle o'qib bakayla şeyini. Mishaga ekeldim. Bunun da manda yazıptı. Bu seferki sahipsiz eserleriniz gene göçe karşı dedi. 1949'da diğer bir lider arkadaşınızla 7000 kişiyle Çin'i yarıp çıktığınızda ancak 852 kişi kalmışsınız dedi. Bu şu bir eserde, yani sahipsiz eserler degan eserde yazışça 1949 yılda siz dedi, yani Eysa Yusuf Aliptekin diğer bir lider bilen, yani bir başka bir lider bilen 7000 kişini başlap Mevtimin Boğra mı? Ha, tamam. Evet. Mevtimin Boğra bilen 7000 kişini başlap Xitaydan çıkan vaktimizde kurtulup çıkanlar 852 kişi. 52 kaptı deydi. Bahsettiniz bu 852 kişi şimdi dünyanın neresinde? Hazır bu 852 adam nerede? Bu meşhur yarıp çıkma dediğiniz Gökat geçidindeki mesele mi? Şayet bu ise Gökat geçidine sizinle beraber gelmiş olan 400 tane Türkistanlı aydın genç, Türkiye'deki herkesin tanıdığı Kurban Kudayı dahil niye geri döndüler? Eğer bu şu yazgıldığımız mümkün olsa, şu aş çağda 7000 kişinin içinde 400 kollarına koral algan Uygur bakan tukta, ular şu bütün Türkiye'dekiler tanıydıgan bir Kurban Kudayı degen bir kişi bilen birlikte neymiş ki kendine kaytırıldı deydi. Niçin teker teker linç edildiler ve hemmisi itip öldürüldü deydi bu yerde. Türk tarihinde ilk defa olarak bu 400 kişi 11 Çinliye nasıl silah teslim ettiler deydi. Yani Türklerin tarihinde qanday olup tuncu qitim 400 qorallık Türk 11 Xitay askeriga qoral tapşırıp teslim oldu deydi. Bunlar hangi şartlarla geri döndüler? Bunlar qaysi şartlardan kendine yandırıldı deydi. Siz hangi şartlarla hudutu geçtiniz? Siz qaysi şartlar bilen çevirdin geçtiniz deydi. Osman Batur'un arkadaşları ve adamları çarpışarak sayısız şehitler vermek suretiyle hududu geçip Hindistan'da zor gelebilirken siz ve arkadaşlarınız nasıl pasaporta gelirsiniz? Yani Osman Batur'un hemraları deydi, adamları nurgun kurban şehit beriş arkalık çegirini atlap Hindistan'a kelgen ahval asıda siz qandaqsiga pasport bilen öttünüz bu çegirden deydi. İbrahim Kılıç'ın 2 defa ısrarla yani 11 Çinliyi yok edip yolumuza devam edelim, silah teslim etmeyelim demesine kızarak çadırdan kovan kimdi? Yani İbrahim Kılıç degen bir adamın işkiqetim 11 Xitayni öldürüp çevirden öteyli, qoralni tapşırmaylı, teslim bo'lmayli degan gaplarni anlaganda çedirden gazap bilan sakrab chiqqan bu kim idi? Bütün bunlara sebep neydi? Bularga sebep nimeti deydi. Yani kısqası mushunchalik qarindoshlar endi bu tafsilotini
Orada baka bu, xalasanglar bu materialni şu programmanın aslida ulab qo'ysam mı bo'ladi? O'qib bakinglar tafsilotini. Ya'ni Türklerning tarixida deydi. Tunji qatim deydi. 11 Xitoy cherikiga 400 qurolliq Türk qorallarini tashlab taslim bo'lishga nima sabab bo'ldi deydi. Osman Baturninki askarlik hamrohlari qon to'kib jang qilib nurg'un qurbon berib Hindistonga o'tgan ahvolda siz qandoqsiga pasport bilan o'tdingiz bu chegirdan deydi. Ya'ni ba'zilar shu to'yuz odamning shirki ba'zilar biz 11 Xitoyni o'ltirib ondan keyin chegirdan o'tib ketaylik deganda biz taslim bo'lmaylik deganda bir chedirda o'tgan birisi g'azab bilan sakrab chiqib ularga qiziganmish, ularga koyiganmish. Bu yerda aniq bu demak sho'g'ni Isa Yusuf olib ekan. Bütün bularning sababi nima deydi? Qarindoshlar hamda tarix desa, tarixni nima qilib o'tgan ishni deydi. Mana tarixni qisqacha tarixlarni o'qisak, bizga 70 yilning yog'i lider deb, dohiy deb, madhiylanib qavatgan odamda qandoq odam deganga javob topa olamiz. Ham boyaqidek muhim hujjatlar nemishqa beslab qoldi deganga javob topa olamiz. Hamda mushu hujjatning mushu muhim bayatilga ilingan muhim hujjatning besilib qilishida mushu dahiyniki muhim roli bo'lganmi qandaq? Mushu atalmış dahining muhim roli bo'lganmi qandaq Abdurimjon? Yani mavi hujjatninki besilib qilishi o balkim shartlik binosi emas, sizlarni chet tilga turish chiqaryapmiz, hujjatni oshkorlamoqlar degan bo'lishi mumkin deydigan tushunib qolmoqsin qarindoshlar, ko'pchiliklar tushunib qolmoqsin. Bu yana o'zida bular aslida bu apandilar, Gomindan paras apandilarning o'zi Cumhur tuprog'ining putligi uchun xizmat qildi bular o'z vaqtida. 45-yili 2-oydan boshlab O'lkalik birlashma hukumatini qurishga aktiv qatnashib yurib, izchil Sharqiy Turkiston mustaqillik jumhuriyatchilar tarafining o'zini Sovetning g'alchisi deb tanlab, radikal terrorchilar deyilgan chog'da bularni. Radikal terrorchilar deb ularni qo'llagan janubdagi qarindoshlarimizni ularni qo'llab isyon ko'tarishga qo'zg'alganlarni bostirib, radikal terrorchilarniki shaykillari deb bostirdi. Endi oraliqda 5 yil izchil xizmat qildi bu, ya'ni tutib turishga. Ondan keyin Gomindan mag'lub bo'lib Tayvanga qichish bosqichida, Arabistonda, ondan keyin bu hokimiyatni kommunist Xitoyga tashlab bergandan keyin endi bu Gomindanki Jankashninki tuproq putligi uchun Xitoyning tuproq putligini saqlab, ya'ni bizningki vatanimizni mustamlika holatda saqlab qolishiga cho'ng kuch chiqargan bu apandilarning o'zini chegirdan chiqishga ruxsat qilg'ili. 49-8-oyda shu vaqtda bular bu bizningki Sharqiy Turkiston Uyg'uriston tavasidagi bu g'ulji tarafning o'zi kommunizm g'alaba qilsa, biz chiroyliqcha kommunizm qetilib ketmaymiz degan ideyasi tayyorligi bor. Ular Mavzudunga 49-yili 3-oylarda xat yozib, aloqani qilib o'tgan ular. Sizlar g'alaba qilib kelsanglar biz tayyor deb. Mavzudun uni xotirjamki. Endi bu Urumchi tarafdagi Çin Türkistanchilar bo'lsa-mu, ama 7 viloyatni idora qilib turayotgan, xeyli kuch ko'rsatadigan boshqa ish keldi. 5 yil ichida bularning imtiyozchilar bu vatanda. Shu Zhang Zhizhongning rahbarligida yaxshi ishlarni qilib, xalqlarning ozdula qo'shig'ini to'q, ushsiz kiyim chiqarib, mana bir tinch yurgizib yurib, diniy tashviqot qilib yurib, mumkin bo'g'ra o'xshash o'ylamalar. Shuni bular xeyli imtiyozga erishgan. Shu imtiyozlar bu 7 viloyatni muntazam isyon chiqarmay tutib turishga kapolatlik qilgandi. Bundaq bir xizmatni ko'rsatgandan keyin, ondan keyin bularning o'zini mayli kommunizmga taslim bo'lib, kommunizmga kirib ketsin mayli, agar chatalik chiqtiman desin mayli yoki g'uljiq ketaman desin mayli, bular daxl tarz qilmanglar deb Jankashi yo'l ko'rsatgandan keyin shu vaqtdagi o'lkalik hukumatda Zhang Zhizhongninki izbosari bo'lib Tavsiyo bir Xitoy shu vaqtda so'rab turgan ekan. Tavsiyoning o'zi undan keyin Tavsiyolar yana bir Xitoy ikkisi. Shuning bilan Burhan shu vaqtda o'lkalik hukumat raisi bo'ldi. Burhanning o'zi rais, Tavsiyoning o'zi harbiy mahkamaninki boshlig'i Zhang Zhizhongning izligi o'rinbosari bo'lgan. Ondan keyin bular shu xalqalni qilingandan keyin nurg'unlagan tungan qo'mondonlar shu vaqtdagi Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga qarshi Gomindan tarkibida ham kommunizmga qarshi, hem Sharqiy Turkistonga qarshi qurolli urush qilib turgan
tungan Gondopay askerler bular o'zi haj qilamiz deb chiqib ketgan, Sovet ittifoqiga chiqib ketganlar ko'pga. Shu qadarda lekin bu Aysa Efendi, Mantum Hazrat Efendi qadarliq bir rahbarlarninki bir yurish 20-30 rahbarlar Anakin bırakılan bir qancha ming lashkarlarni, agash kuchlarni, qo'llag'uvchilarni so'rab, O'ramchidan ta shu nimaga vaqtcha Pokistonniki chegarasi vaqtcha Qashqarning shu Ladakh nima deymiz, Kashmirga vaqtcha shu orliqdagi qo'llag'uvchilarni tashkil qilib 7000 ga bo'lachatilgan. Ana oyatni Türkçe materialda o'qigan nimaga mazmunga kelsak, endi bu 63 yıl olgan bolsa, şu 14 yıl keyin degan va Turkiyaga kelib 14 yıl keyin yozilgan material bu yozma material. Endi bu chegaraning o'zida endi bular nima uchun 400 qurolli odam 11 dani Xitoyga tankilanmay qurol topshirgan degan chaqda mushu to'g'riliq Hoji Yaqub Efendimi so'zlab berdi, og'zidan angladik yurib ketishdan burun. Şu chegaraga kelganlarida Hoji Yaqub bular yosh go'dak vaqtlari Hoji Yaqubning Abdurahim O'tkirning boshliq orasida. Andan keyin bizning jutdan Kerem Paylo deb bir odam bor, 40 yil qamoq jazosida deb keyin 81-yili nazorat topshirilib, shuning bilan jamiyatda xumdan boqadigan manda bir ishlar qo'ygan bu odam bilan biz ko'rishgan. Bu odamni shuni deganti 83-yil deb bergan bizga. Kerem Paylo degan odam. Ona deyishdimi? Biz mana nimaga mangan Hindistonga chiqdimiz deb mangan chegaradan. Ma'saq shuni chegarada bizni tutib oldi, tutib olib, binakni to'xtatib qo'yib, undan keyin nurg'ulg'a odamni qaytaryapti, bir qancha yuz odamni o'tkil ruxsat qilgan deb shunchalik mujmal bir deb berganti. Hoji Yaqub Efendining deb berishicha, biz chegaraga borsak 11 dona Xitoy qurolini ko'tarib chiqdi. Chiqqandan keyin bizning tarafdagilar, "Voy, beri Xitoyning hammasi mana shu o'xshaydi, buni etib turib ketadigandan keyin Aysa Begning o'zi men berib gapish boqqan, qon to'kilmisan deb ketib u yerda chediriga kirib ketdi deydi. Kirib ketib, shuning bilan uzoqdan keyin yana bir Xitoy chiqib, Mantum Bug'rani chaqirdi deydi. Chaqirgandan keyin Mantum Bug'ra kirib ketdi deydi. Kirib ketgandan keyin shuni biz endi bularni ikkisini birdan-birdan akib o'ltiribqa o'xshaydi deb g'azablanib shu yerki askarlarningki statsionga bostirib kelamiz deb kelyapsak, shuni Aysa Efendi chiqib qo'y, ansirmanglar, hech qanday bir xatarlik ish yo'q dedi. Hamma qilib chaqirdik, Mantum Bug'ra chiqdi. Mantum Bug'ra chiqib qurol topshiringlar deb bizga nutq so'zildi. Shuni biz qarshilik ko'rsatdik. Bo'lmadi, shuni Qur'on topshirdik. Qur'on topshirgandan keyin Xitoylar hamma Qur'onni yig'ib akatdi. Akatgandan keyin shu orliqda 2-3 kun to'xtab qoldik bular chegarada. Ashadiyatlikka. Bir qancha kun, 2-3 kun, bir qancha kun. Hozir aniq ismini qolmadi. Ondan keyin shuning bilan o chegaraga telegram kelgan bo'lsa kerak. Gomindanga shu Nanjingdan keldimi yoki Beijingdan keldimi? Telegram kelgandan keyin shuni Xitoy bir qog'ozni chiqib listida ismni o'qitadi. Endi bu listadagi ismni ya Aysa Efendilar Mantum Bug'ra o'zi ashu Xitoylar bilan birlashib tuzib chiqqan listami yoki kelgan telegrammi, uni biz bilmaymiz. Lekin shunday bir qog'ozni ochib, odamlarning ismini o'qitadi. O'qigandan keyin ismi o'qilganlar o'tdi chegaradan, ismi chiqmaganlarni shuning bilan aqimizga qaytdi. O'ng'ichilik shuning bilan Qashqar tarafdan armiya keldi, mashina keldi, bizni bostirib chal Inoatova mundaq Danqivalini hammani bog'lab Abdulaziz Chingizxon Mahsum deydigan danglik mashhur kishi. Shu qatorliq andan Qurbon Qoday degandek mundaq odamlarni cho'ng-cho'ng shoqib peshqadam Danqiva odamlarni hammasini tutqilib zanjirga bog'ladi. Qaqallarimizni bag'ilganni bog'lab, bag'ilganlarni mashina oqsiga agashtirib, ba'zini mashinaga besib, mushunda qaytarib akeldi. Bizni udilliq akilib, andan keyin turmaga so'ldi. Mushunda ish bo'lgan deb buni Hoji Yaqub Efendi mushuncha shariat deb berganti 99-yili Germaniyada chaqirilgan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayiga Turkiyadan kelib, bu hikoyani deb bergan. Endi mal maxfiy hujjatni ishga kelsak, endi bu chegaratni salomat o'tib ketishi uchun maxfiy hujjatni qo'lda tutib turib, go'roq qilib o'tib ketganmi degan tushuncha bu qolmasin qarindoshlarning savolining boshlarida chiqqan qoldi. Ammo bu maxfiy hujjatni oshkorlik etib qolsa, bu yerda Mavu Sharqiy Turkiston tuprog'i besib olingan zamin degan bu hujjatga Amerika erishib qolsa yoki Angliya erishib qolsa yoki Sovet ittifoqi bunday bir maxfiy hujjatni qo'lga tushirgan chog'ida ko'zir qilib turib Xitoyni munqariz qilishi mumkin yoki bu vatanni bo'lib
azat qilib Xitoyning mustamlikasini ochib ketishi mumkin. Lekin bu chaqda yana mushu xat yozilgan chaqlarning o'zida Xitoy Kommunistik Partiyasi texi hokimiyat beshiga chiqqan bilan dunyoda uni bir davlat deb e'tirof qilmagan hech kim. Qonunsiz bir Talibanlar hukumatiga o'xshash qonunsiz hukumat deydi u. Talibanlar hukumati 5 yil Afg'oniston shahri o'rdi. Shunga o'xshashlar qonunsiz hukumat deydi Xitoy Kommunistik hukumati. Bu chaqning o'zida her qanday bir tarafdan kuchigarak bir davlat hujum qilib kirsa mustaqil bo'lib ketdi bizning vatanimiz. Joqda mustaqil bo'lib ketdi. Endi buningga bir qonuniy asos talab qilib berishi mumkin davlatlar. Seniki o vatanimiz ziyod rasmiy Xitoy besib olgan vatanmi yoki o'zing tinchlikdan qo'shilib ketgan Xitoylar davlatga o'xshash 11 bitimni tuzib tinchlikdan qo'shilib ketgan bir tuproqmi, azaldan Xitoyning bir parchasimi? Buningga bizda qonuniy bir asos yo'q. Qonuniy asosing bo'lsa biz azat qilmaymiz deydigan balki mundaq bir tayyorlikda bo'ladi bu davlatlar. Shular uchun bir rasmiy huzur bo'lib qolishning oldini olgan deyishki bo'ldi. Maxfiy saqlab qolgan bu vaziyatni. Nima maxfiy saqlab qoldi? O tuproqning o'zi yana bular aman shu Tayvan g'alaba qilsa, Gomindan g'alaba qilsa, ular qaytib kelgandan demokratik Junxo Federatsiyasining ichida biz yüksek oliy avtonomiyani olamiz. Andikin biz Tayvandagi Gomindan millat vakillari Uyg'urlar, andikin biz bu yoqlardan berib shani o'zimiz so'raymiz demoqchi. Timur Davlatga o'xshash, İsmail Ahmed Seyfidillarga o'xshash shu yerda biz o davlatning avtonomiya rahbarligi beni biz shani so'raymiz demoqchi bular. Shuning uchun bu mahbetlik aşkanlığı. Bunun başka hiç qanday izohat yo'q. Amman Köftürk efendim bazı sözünde başka rakipler Türkiye istihbaratı idare kıldı bulanı degende bir mezun bayan. Türkiye hükümeti idare kıldı. Türkiye hükümeti eğer bu unçlik bir işki mahbetliğe arlaşmaydı Türkiye hükümeti. Ne için arlaştırıyorlar? Bunu aşkarlık bulmaydı deydiğinde hem de o bir qanday bir siyasi mantıkka uygun kelmaydi Türkiye hükümetining bastırıp qo'yishiga. Haqiqatlar bular bu davoni maras qoldirib qo'yish bir oshqush va bu oshqush kimning qo'liga tushsa shu ishni ajolaydi degan gap. Bu oshqushni muvofiq ilgisi kelgancha shuni topshirildi degan gapda endi bir kod bor bu yerda yozib qo'ygan. Endi bu kimga topshirildi? Hozir kimga topshirilib, kimning qo'lida? Cho'ng Aysoning qo'lidami, kichik Aysoning qo'lidami? Abdurrahim G'ani qarindishimiz savol qo'yibdi. Ayso efendim o'lib ketdi. Bakın. Erkin efendim endi qurultayga reis bo'ldi. Bir qancha reis bo'lib bu davoni chaqpilikda ko'rdi. Endi bu odam nima uchun bu vaziyatga o'tirib chiqarmaydi? Yani savol bor. Endi o'g'il chiqarmishim bo'pti, Hozir Ayso efendim Ayso efendim şu kichiklik Xitoy tarbiyasi cho'ng o'qadi. Shu o'tan maktabida 6 yoshdan boshlab Xitoy maktabida o'qigandan keyin butunlay endi bir Xitoyga ketgan bir odam endi. O'zilki Türkizm, Pan-Türkist deb olgan bilan o Pan-Türkist Ayso efendining ruhi emas. O Mas'ud Sabrining ruhi. Mas'ud Sabri rasmiy Turkiyada o'qib, shu 1930-20-yili rasmiy Turkistonchilarningki ta'siriga uchrab kirgan bir odam. Bir ziyoli, Turkistonchi ziyoli o. Bu Said Qutbaqqa qarshi Pan-Türkizm zaten Türkiston uchun Cenin piyada edilen şunda giranat kalı jüylük etken bir adam. Ama Ayso efendiler onda Pan-Türkizm emas. Onlar bir pakatlan sülihçi şu aralıkta şu Xitaylarniki kudret tepiş üçün bir vali derece bir hizmetini verse şunun razı bir şeyge adamlandı. Çatal çıkandan kimi şu 7 yaşından başlap sınıp ketken bu iddiadan 70 yaş kirgen çağın vazgeçen deyimiz mi andı? Qandayligimiz üçün o adam aşkarlamadı. Yani aşkarlamagandan Erkin efendim endi qurultayga reis bo'lgan chaqning o'zida bechora odam hech bir yerda ish etilmaydi deb 2 yil shunda g'ayib o'tib ketdi. 2 yil g'ayib o'tib ketdiki bu odamningki 2 yildan keyin Rabia Qodirxon reis bo'lgan chaqda efendim reislikdan istifa berdi, xonim saylandi. Saylanma qoidasi bo'yicha deylik endi. Saylangandan keyin qurultayning yepilish yig'inida bir chaqchaq bo'ldi. Bu chaqchaq nima deb bo'ldi desa şunun bilan palani birisi efendimden so'rabdi. Efendim siz dünya şunda taraqqi etdi, nayt alg'ış kit bardi, bizning Sharq Turkiston vatan da'vosi qancha kerak taraqqi qildi, mushto'g'liq bir izohat bergan bo'lsangiz debdi-ki, desa efendim qo'yib, men 2 yilning yog'i u yoq Amerika, bu yoq Yaponiya, Avstraliya, Kanada, mushu bütün dunyodagi davlatlarga 5000 parchadan ortiq email yozdim.
Fax yazdım, xat yolladım. Vatan davasını men şunda qildim depdi. Degandan keyin gelip gapni so'ragan ayol qilib, "Voy efendim, sizni vatan davası qilyapsiz" deb o'ylasak, pochtani ishlabsiz-ku, depdi. Endi buni efendim 2 yillik dava xulosini bir chaqchaq bilan chiqadi naq maydon dedim. Efendim bu yolg'on gap emas, to'g'ri gap emas. Efendim o'zing va hamma endi demak 2 yil ichida qo'lda mashta hujjat endi materiallar bor, ko'rsatmagan endi. Shunda g'erib o'tdi bo'lmasa. Agar shu kishi o'tirib chiqib faoliyat qilgan bo'lsa, u yoq Amerika, bu yoq Avstraliya, nanaga mang'ilgan bo'lsa, onunki bir salohiyati bor odam. Salohiyati bor odam. Aysa Efendi'ninki o'g'li. Aysa Efendi'ning salohiyatini bunda yolg'ondan to'qib chiqilib, 33-yillik Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining sekretarisi bo'lib, uning vekili bo'lib, Nanjingda xizmat qilgan deydigan manda yolg'on salohiyati va ba'zi salohiyatlarda 45-yillik Jumhuriyatni Aysa Efendi qurgan, ikki Jumhuriyatning sekretari xizmat ishlagan deydigan shunda salohiyati bor. Yolg'on salohiyat bo'lsa, ana chet elga shunda salohiyatni ko'tarib berib, men shu odamning o'g'li. Mana men lider hozir. Qo'limda bunda hujjat bor deb dunyoning nargili bo'lsa, beshig'ib ko'taradi, Rabiya Qodir xonimga tegmaydi bu salohiyat. Chunki bu nupuz bu xonimga tegmaydi aslida. Hech kim bu xonimning reis bo'lsa davomlaydi. Turmada yangi chiqasizlar, aramasida aytibmizmi? Lekin shuncha g'erib qurultayning ishxonaning ijosini to'layolmaydigan shunda bechar bir holatda bo'lg'achqa, shu Rabiya Qodir xonimni biz talab qildik. Shuni reis o'pasildik, xonim reis bo'ldi. İşler müştak o'ngishdi. Bugun kelib hamma ishni barbod qildi xonimmi? Nurg'unliqon xato ishqa xonim o'zi guvoch bo'ldi. Nurg'un xato ishqa, guvoch bo'ldi. Shu xatolikning ichida aktiv bayroqdor xizmat qildi. Ammo eng oxiri xatolikni zo'ydigan chaqda xonimning o'zi bu imtiyoz nupuzning o'zini mushu holga tashlab qo'ydi. Aladabdan tashlab berdi. Hal qilgan chaqda tashlab berdi. Endi xatoligini zo'ydigan. Men aslida bundoq shaxs emasdim. Men de gumon qilganman. Men bu davoni yaxshi bir yo'lga akirib, g'arbga to'ntiman deb mushundaq men ketib qoldim bu yo'lda. Xato yo'lda men ketib qoldim. Endi meningki asli salohiyatim mundaq deb turib, asli o'ngshaydigan bir do'qmushga kelgan chaqning o'zida, o'ngshaydigan 4 kun qolgan chaqning o'zida xonim bu salohiyatni tashlab berdi. Endi bu hujjat kimning qo'lida? Maxfiy hujjat. Adam maxfiy hujjat kelsak, bu kimning qo'lida? Haqlar deyapti. Voy, o bir Xitoyninki deb qo'ygan gapi, o birashir harbiyning ichi taqatgan gapni ko'tarib bo'lsa, u vatanni bekin azat qilib beradi deb. Mundaq ashu hozir patqoqlikdan chiqqandek inkas qilgan, shunda yaxshi yezikka emas. Shunda ashu adabiy yezikda oladigan saviyalik odamlar ekan. Ammo o shundaq inkaslarni bo'pti. Bunda qarasam, ya Rabbim dedim. Balkim ashularning advokatidir. Tür vasıtalarda isim o'zgartib xizmat qilayotgan shularninki shoykinlari advokatlardir balkim. Ammo bir davlatning, bir vatanning tuproqninki egilik huquqiga oid bir eg'iz gapmi ko'nrab ketmaydi. Onu zaten qayerga götürüp apasak mayli haq onu qabul qilsin, qilmasin, u qo'limizdagi moddiy paket isbot u. Onu götürüp aparalaymiz. Endi bu maxfiy hujjatniki maxfiy saqlanib ketishi hozirgacha 74 yilgachilik bu kun ko'rsatmay buni shunda saqlanishi 2 eshib hozir 3-avlodga davomlashishi endi maxfiy hujjatning o'tirib chiqmay yana millatni to'ldirilib g'arb bizni tonimaydi, tonigancha asta mustaqillik demaymizmi deb mushay aytibdi. Endi Abdurrahimjon, jasorat agar ijozat tursa, mishaydi bir boyi men bugun rasmiysam mush kallamda yeshamagan nurg'un narsalarni savol orqali so'rayapman qarindoshlardan. Endi mening mushu necha kunning yog'i bu vatqa ishni o'ylasak, bu Ilhom To'xti instituti degaga bog'lanadi-da yana. Bu İlham To'xti institutininki chiqqan atalmış bayonoti chiqdi. Undan keyin hozir bu İlham To'xti institutininki raisi, qurg'uvchisi hozir biz Anvarjon degan bu Erkin Altekin bilan bunday qanchaqda bir satning odamlari endi. Shundaqo xatolashmasam bu
Enver Jallani şu Germaniyalarga kelib şu birga harakat qilganlar shu erkin olib ekan endi. Bu yerda bir bog'liqlik bor bu yerda endi. Endi bu erkin olib tekin Enverjon bilan bog'liqlik hem mavu hozir yoshirilgan materiali bilan bog'liqlik hamda buningga hozirgi Dünya Uyg'ur qurultayiningki rahbarlari qanday pozitsiya tutyapti bu xabar undaq bir pozitsiyasi aniq bo'ldimi buning nisbatan? Ma bak muhim yerida-mi hozir? Hech qanday pozitsiya yo'q. Endi buningki meningki o'ylayotganim nima degan chog'da hammamizga ma'lum Isa Yusuf Altekin'ninki oğlu Erkin Altekin bu Bay Abdurrahimcan degandek 70 yıllık tarihte şu Gomindan Bayı Abdurrahimcan bir nersini dep ötüp ketip kaldı. Bu Türkiye Tamam, gap qiling. Türkiye Milli İstihbaratı kontrol qiladi deganninki bir tarafiga men bunga qo'shilaman. Nimishga degan chog'da Türkiye her qanday siyosiy siyosat bilan, ya'ni Türkiye'nin siyasi bilan munosabatlik insonlarning hammani Türkiye Milli İstihbaratı shularning bir jipini tutishni Türkiye xohlaydi. Endi Türkiye nima uchun bu insonlarni qo'zg'ab, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini, to'liq mustaqilligini Türkiye nimishga qo'llamadi deganni men qanday tushunaman degan chog'da Türkiye o'zlarining tili tutuq bir yerlari bor bu Türkiye'ninki. Dunyodagi boshqa kuchli davlatlarninki Kürtlarni qo'zg'ishi, undan keyin Ermeni meselesi, undan keyin o'xshamagan o'zlarininki ichidagi bu Kürtlar meselesi bo'lgandan keyin Xitoyni ranjitishni xohlamaydigan bir tarafi bor bu yerda. Shuning uchun bu yerda uchuq oshkora Sharq Turkiston millatchilari hamda voy Sharq Turkistonni mustaqillik kerak deb qo'ygani amaliyotda Turkiyaninki asli u derin davlati desak, Milli İstihbaratı bu Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlamaydi bular. Xohlaydiganlar bo'lishi mumkin xalqning ichida, ammo davlatning strategiyasi Sharq Turkistonning mustaqilligini biz qalbidan bir strategiya deb qo'llamaydi bular. Amaliyotda mana mush oxirgi mezgilda ko'ryapmiz, Xitoy bilan qanchalik apaq-chapaq bo'lib ketganligini. Har bir davlat albatta o'zining strategiyasi, o'zining manfaati uchun xizmat qildi. Shuning uchun buni Turkiyaning kontrolimi bor deb o'ylayman. Hem Türkiye'ninki Gomindan kontrolüge allıbırın kontrolüge kirip olgan bu ideya Türkiye'nin bu menfaatiga şununla uygun da bir yerde qarsa. Şu silik qilqi atakta Doğu Türkistan'a özgürlük dep qo'yib, amaliyotda mayaqda Türkiye'ga mi yaraydigan bir ish, bunda Xitoy bilan bir manfaat to'qinishi yoki bir manfaat ilm berimi bo'lgan vaqtida mayaqdan putni yiqib qo'yib, butun namoyishlarni qo'zg'ab qo'yib, voy Sharq Turkiston masalasi bo'lib ketadi. Shunda Xitoy bilan sal yaqinlashgandan keyin shapni besiblar. Bu partiya bu partiyasi emas, zodi Turkiyada davomlashayotgan bir narsa. Masalan, biz shu Turkiyada vaqtimizda shu Ana Vatan partiyasi degan birsi bir partiya hokimiyatga chiqqanda shu chog'da o'xshash bo'lgan. Endi bu yerda demoqchi bo'lganim nima deganda, mening necha kunga kallamga kelyaptini bu Dünya Uyg'ur qurultiyi erkin olib tekinga o'shundaq endi hozir Dünya Uyg'ur qurultiyininki bundaq ko'zi bilan o'ylab baqsa, shularning qalbisini o'ylab baqganda Envercan'ga bo'lgan bu Envercanlarning qilgan siyosiy ihanat tusidagi bu bayonotiga xalqdan kelayotgan qarshiliklar bular amaliyotda yanada erkin olib tekinga bog'landi ekan bu yerda. Bog'landi. Endi bu yerdagi bu sukut qilish degan
nima deganda ya u yoq ya bu yoq deb javob bermaslik. Demak, bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki erkin olib tekinni ko'zdan chiqaryotidi degan gap bu yerda. Hozirgi sistema demak hozirgi sistema shundoq bayatdan Abdurimjon Yo'shurpad hatto chegaraning o'zida ashaga bag'a vaqtning o'zida demak xoinlar o'tib ketibdi. Vatanparvarlar qaytib ketibdi. Bu to'rdan shundoq o'tib ketibdi. Xulosani mundaqli chiqaraylik. Endi Qarindoshlar, bir minut. Topolmasanglar, mana bir qarindishimiz nima qilib qopti, telefon qilib qopti. Fikr azroq fikr qo'shib yoki anglayotgan ekan davom qilsak. Assalomu alaykum. Gap son bo'ldi. Ma'lumotda mana Abdurimjondan so'zlarni anladim. Men bilganlarimni bir qo'shimcha qo'yay dedim. Bilib turib oldimizda жұмсaqim bo'lmasa, shahni so'zlash kerak bu yerda. Endi bu yerda mana efendilerinin küçük avlucuda şu Abdülhamid'e Çingizdanlı'dan bak Kurban Kuday bunlar kadiminden bırakı Erik Girsin'in teşhirleri bu bunlar Müşüş Efendi diyor ki yaşlar teşkilatı değil mi da İtbetçi orada? Milletimiz Türk, dinimiz İslam, yurtumuz Şarkı Türkistan diyen mavzudaki Girsin'i çıkarırlar diye. İsa Efendi'nin ki Esir Şarkı Türkistan diyen kitabı da Muşu vakayı bu asas yaptırmış Abdülhamid'in diginiyle okşap gidiyordu. Özü ifadelaydı hatta Süleyman kılıyordu. Özün hatalılığından de. Çünkü bu Gomindan'ınki ülkelik hükümetinki genel sekreteri, umum katibi Mehmet Emin Boğra olsa muavir reis olan adam. Yani ballar var, ayarlar var. İtişip kadın kan dökülüşü olmuşsun bir de bu bizim gibimizde anlayabiliyor diyen neslen aldırıp kadına yürüp şeyden kıldım diye yazan eser tüçü. Hem de kayıt meselesi gelgen çağda kollarını bağla bekletken nesle ben istemez. Ben acıkan bilen daha yıkılırken acı bilen. Mesela acı yapıp hiçbir zaman İsa Efendim'den yaman gibini kıramamaz. Bunlar yaşlar bu umbreden bulan ki ikide etmem ise bu İsa Efendim bulanı olsa bir defa tepemizinde. Abi hatta bulan diktim yaşlarla hakilip bu seferden 40-50 yıkar yamallah gidiyordu bulan. Özgür Efendim olmazsa acıkan bu var. Benim anlamadım hem bölgelerim hem değil mi bunun da? Acıkan hiçbir zaman Abdülhamid'in Efendim okmayla pek yıkılırken acıkan uzun yılda dostluğumuz var. Mehmet Emin Boğra bilen bu İsa Efendim'le neyse maktaydıran hem de. Hem de o ötkenli mavi yılların çıktı nakdi mücadele edip İsa Efendim kılıçımız 25 yılında ikinci koydu bu yaptı. Adı bu hafta Adem yok mu? Rasmisi de soraydı. Adem yok Adem. Ahmet Öztürk'ün Baki'de söz yaptı. Ahmet Öztürk'ün İstanbul'da burun bilgen bulsa İsa Efendim bayağı hakkında yine de Efendim de maaşını bir aşkarlayla bir zaman bir şey hakkında reymen. O vakti de demek bu 25 yılındayken bu tuzaktan çıkıp bakmadan ben hayran kaldım. Onunlayken aşında nasıl bağlıgan takdirde Şarkı Türkistan azat olduğu diyen işlemliken bu yollar desem ben yok da. Biz Şarkı Türkistan'ın bizi olduğun toprak askerliğini ispatlayan bağışlar biz vatanı müstakil kıvamlı vatandı diyen mesele var. Yani Şarkı Türkistan'ın ki bizi olduğun toprak askerliğini ispatlaş derseme bu müstakillik şuyla bulunduğun derse mesela Türkler şurada İstanbul'unki Şati'nin mançıcılığıyla kutlaydı. 1953'te biz dışarıda bir şeyle vatan kuran deydi. O Grekler'de tadı olan da ve dışarı da ya. Yılda 300 doğum arasında bu kanda hürmette bize ne yok değil mi diyor. Ama ilkin Sovyetler Rusya. Kırım'ın Ukrayna'nın tadı aldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Rusya'nın tadı aldı mı? Cenab-ı Rusya bilen Afganistan'ı Gruzya'nın tadı aldı. Yani kimde Rusya tadı yani ki Bras'ın
çevrimlik siyasi memleketke Rusya kreditke hesaplandım bunu bak dengetler. Rusya Şarkı Türkistan ulucu çoğun bir devlet kırmak olsa hesaplandım yakti istoklarında. Bu kandak yapmayı bunu çevirdim değil mi? Çevirip bir ola bunu. Kırıklık çıkartkendim hesaplandım yok. Oldu bu. Bunun için Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da bizim 2. Cumhuriyet'in gelgen hatta Milli Yargı'nın başkomandanı Zulun İmpava, Umumi Sekreteri Cumhuriyet'in Abdülhamid Mahsumlava, Mürsür Polkovniklava, Batın Komandırlıva, uçuşlarla ilişkilendirmeyi de hesaplandırma uçlarlıkla hesaplandırma yapın olmasa, ya asker olmasa, bunun denklem yeni bir taraf, hesaplandım Türkiye'de yaşamaktan arayan bu vakti de hesaplandım red bulukadaki adam. Mesela dininin ki 50. yıllarda çıktım başkenti Neşaflarından şahit edilen dörtalda bu hesaplandım Mehmet İmam Kula, Mesut Sabıracı, Bayit Kuzi, Kurban Kuday, Uşçingırdan olan Polat Kadiri, Uşlarının hemmisine komünizm düşümünü Türkiye'si ve sevitle ispatını kullanan bunun linki Xitay'ınki nümer mı, yazmalardı mı, metbuatı mı belki sana anlarsa Eksat-ı Doği'de milli bölgünce hep bölgünce kadar da Şarkı Türkistan'ın müstakbelinde çeteldeki Aslan'daki milli bölgünce diğerinin işini öldürmüş adam. İnsanlıydı. Bunun ki Google'da yukarıdan bir Müslüman tarihli link koydum o kitapsında. Hem de hesaplandırılan Türkiye'ye gelip kuran Şarkı Türkistan müstakillik mücadelesi ne ben bilmem. Ben Bahçal'da hesaplandırım Bahçal'da Abdülhamid diyen yapımı yoktu. Self-determination diyen yapımı yoktu. Takatlı müstakillik davası vardı. Hem de bu ne? Böyle durup demesem bulmaydı aldır yaman ucun bu kitaplarda ben mesela dava kılan adamlarga hatalık olsa hatalığını deyiş gerek ama bir hürmet mi buluş gerek. Hem de hazır sen oturup koygan dedik neyse bu Hasan Uraltay'ın yazan kitabı bu. Hasan Uraltay kim? Desem söz vaktinde Sabi'nin Yaman Bek uzrak etti. başta olan hakim olan Talibek yanının oğlu bu. Bu Türkiye'de geçip çıkan fakat çıkı kavim birisi Altaylık Osman Batır'ın kabilesi. Birisi Kalibek'inki. Bu Kalibek Ben çıktım. Sabi'de hakim Bak, olan vaktinde Kay uzak merkez. Kardeşim bari bize bilmez. Kardeşim, alo. Bu aslında bu hikayelemez. Bak, koygan sualga cevap bereyli. Sen uzarap Kurban cevap vereydi, cevabını alınıp da valla. Ha, bu uzrap ketileverse vaqt bir yer bardı biz bu aylıqqa hikoya tınşırmaymiz. Bizim anılgan Hasan Oraltay bilen hatta men söhbetleşken başladı hayat bağ vaqtida. Hazır men gapleşmedik. O adamın haberim yok, öldüğümü bana bilmeyme ama 2000-ci yılı adamın öyle çıkıp gapleşken biz şu Aysa Efendiler doğruluk şu boğan tağılık çık gapleşken men o gapleşken bilen yapılmaydı. Endi mavi neme üçün Aysa Efendi'ni izleydi degan gap keleyli. Ha? Otur Asya'da uva, buva, palamba, pıştamba, olanı izlemey. Neymiş ki Aysa Efendi'ni izleydi. O Aysa Efendi'ye asker olmuşsa diye manı izleyli. Bu bir kanuni mesele var. Bu yerde arış üçün kanuni meselenin tutuk kıldığan gap. Otur Asya'daki uva, buva, ziyasemedi ve hemisi Aysa Efendi'nin şu an ülke birleşmiş hükümette tutkan ordunun töventi olanınki. Aysa Efendi şu vakitte resmi bir ülke hükümetinin mesul xadimi olup chet elga chiqib ketgan. Mesul nima bilan salohiyatlan chet elga chiqib ketgan sürgündeki hükümet tashkilotasi bo'lib shu vaqtda chiqib. Mundaq bir salohiyatli odamki o. Shuning uchun agar mushu odamga ma'qul bo'lsa, o vaqtda Aysa Efendi siz deganga o'xshashdan g'arb tarafni qo'llaydigan odam, ha? G'arb tarafga mayil odam. G'arbga mayil bo'lgandan keyin Aysa Efendi bu ishga qatnashsa, hatto bu Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'layotgan Aysa Efendiga sohibxonlik qilayotgan Turkiya, NATO bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu Uyg'urlarningki vataniga
askar boshlab kirib bir urushni boshlash uchun hamon bunga to'xtam qiladigan bir salohiyatli odam bo'lishi kerak. Bir salohiyatli shaxs bo'lgan chog'da shuning atrofida, shu nupuzning atrofida tashkilot hukumatdan birini quramdi, qanday bo'lsin, shunday bir salohiyatning atrofida shundan to'xtamlashib qilgan ish. Sirtdan bir davlat, yana bir davlatning chegirasiga kirish uchun hamon bir salohiyatni asos qildi. Shu yerda yashayotgan millatningki salohiyati bilan kelgan gap, salohiyatni tutib turib. Aysa Efendi'de şu salohiyatning hammasi bor. Endi Sovet ittifoqida o chog'dagi Sovet ittifoqiga chiqib ketganlarning hammasi o'zining jeni bilan qolgan shunchalik darajada ularning orqasida ishbun KGB deb yoki nazorat ostida turayotgan ular hatto u yerdagi odamlarni yoki bir tashkilot chiqarak davr emas bu 63-yillari 69-72-yillar chog'da u yerdagi odamlarniki imkoniyati yo'q chog'. Türkiye'deki erkin bir yanın özüde erkin Aysa Efendi şunu tutasap oturup çıksa hatta bununla Türkiye'ye koşuluşu mümkün, NATO'dan koşuluşu mümkün, sizde vatkan koşuluşu Amerika mı gepleşti o? Ulan bakta Efendi aşkarıldı. 69 yıl Amerika çakırıp aprep vatanımızın azatlığını kalamsız. Ya ben bütün Türkistan'ın azatlığının cangçısıyım. Vatanının azatlığı uçulan burçuksan bulmaydı, kereskesen bulmaydı o da vatkiğallığı aşkarlanıp gittiğilik. Şunca olan aşkarlansa bu yerde ucun kuatkan binası yok kardeşim. Ama tarihte ötken nesillerini yüşürünü atkan paketlerini oturup çıkış meselesi var kardeşim. Biz 45. yılı, 46. yıl Zhang Yijun'un degan sözünü, yani ispatını, broşörünü, məxfiyyətini saxlab kivatqanlığını sürüstü qınmağan idi o. 2009 yılı Uygurlar üçün maqullaydıgan Amerikadaki kanunun özünü bastırıvatdı Uygurlar, davagerler, bayraqını götürüp жүрüp. Yani onun sürüstü qilib əmrə ötüp ketkendi, azraq fikir qilib. Endi qanday çıxdı? Envercan Efendim şunda salohiyatli bir adam. Biz Cumhurda Uygur ve Hem birleşip inak ittifak yaşaştan ibaret İlham Toxta Efendi'nin iddiasını biz kanat yaydırmayız deyip ma bayanatı ilan kılalıdı. Kardeşim, mesele meyede iş kıvatqanlığa, dava kıvatqanlığa hücum kıqanlık emas bu. Vatangi igi buluş, vatanның davası igi buluş, Uygurlar uykusunu etiş diyen gap. Eğer maçtak ötsek, yine maçtak ötüp geçsek, kitiyi oldu. Ertögün çıkıp, elki Xanti deb bir balva Go'ngining aqsizgan Şinjan davlati qurmaymiz deb atqanlar. Mushtaram chiqdi texi. Har bir chiqdi biz endi atgandan keshi bayroq ko'tarib yugurib vatan bizdan Xitoyga shunda vaqirab bu davlat berib manqisini iqtib yig'lab yurganga ishdan atmaydi. Hem shuning orqasida bir xalq turish kerak. Vaqt kelgan chog'da minglagan, 10 minglagan xalq bu vatan bizni jenimiz pido deb bu xalq bo'lish kerak. Biz şunun üçün bunda materiallarını hazır ilacı bolsa maşındaq meselelerini oturup okuyup muzakir kılvatımız. Hücum kılgan mesele yok. Hücum kılgan bir iş yok. Elbette ola hatalık ötkazdi. Vatanın del aş koldaki bağvaqtı hatalık ötkazdi. Çat elgi çıkıp anlayken ama közdümü ayrılıp oturup hakkı depberip yazdığın kitabı. Endi bu nemiş ki 25 yıllıkken endi çıkıp kaldı demeysiz. Kitabını okutkensiz, şu kitabı ondan qaran. Şu Esir Şarkı Türkistan diyen kitabının özü yazgan. Şu broşer menin qolumda ba dep özü yazgan, özü yazdığın kitabı ba. O adam ama o kaldı ya maşin kazasında 60'lı yılları. Şundan keyin endi bu məxfiyyətlik nurg'unlagan tarixiy vaqa men bilan ketmişon deb o'ltirib, andan keyin buni haqda yozilgan kitob qarindishim. Endi boshqa gaplarni tartishib olsak yomon tejukdi, hozir bir berib qoldi vaqt. Boshqalarni gap bo'lsa, endi Mavut temini boyi men savol so'rayotgandim sizlardan. Endi hozir şu tuyuqsiz tuyuqsiz desek yanılmaydı ama İlham Toxta İnstitutu'nunki bu asli 20 yılının yağı, 20-30 yılının yağı bu o'xshash ideya o ameliyatda. Bunu endi 2020 yılı kelgan chog'da aymanmay, yani tadrijiy taraqqiy qildigan asosda biz Xitoylar bilan birga yashab ketalaymiz degan keldi. Endi boya Abdurimjon degandek, Go'nguylar bilan appoq-chappaqlik yana bir Xitoy borligi BPK demokratchi deb yurgan. Shular bilan appoq-chappaq yurayotganlar hozir bu İlham Toxta institutuniki chiqargan bayonotni qo'llayotganlar shu. Shu
Aşı insanlarını birbirisiyle bağlap düşünüş gerekiyor mu yani? Karısı bula okşumagan devletlerde yaşavatkan, okşumagan coğrafyalardan karısı faaliyet kılıvatkanlar yani karısı bazıları. Emniyette bu İlham Tohtu İnstitütü'ndeki şu atalmış bayanatını, bu satqınlık derecesi bu bayanatını oturga çıkargan dekin, bunu taraftan kollaganlarga qarasa, şu Govunguy'nun etrafında жүрgендek, Xitaylar bilan appak-chappak burun, ağız burun yalış жүрgenler, aşılarga çapay yişivatkanlar aşı. Endi bu tedrici aldı ekilip, bayıqıma tordaki qerinişimizmi degendek, mesela bu ılıqı bir günde, iki günde bu qalğan narsa emas, ya tuyuqsiz bularlıqı texnikli xatolik emas. Xalqimiz endi bu yerda xalqimizning yana bir ko'zini bo'yashyapti-da, bu texnikli xatolikdi degan narsa orqali Mishadin nima ko'rib olgan oldu desa, xalqimizning bir tarafdan nihoyatda sezgirligini ko'rib olgan oldu bu yerda. Yana birisi o'xshamagan tashkilotlar bo'lgan bilan amaliyotdan shu ismlari o'xshamagan bilan mustaqillikni niyat qilgan, nishon qilgan tashkilotlar Mishada nihoyatda sezgirlik bilan o'tirg'i chiqa oldi. Ya'ni o'xshash bir yoqidan bir ig'izdan bosh chiqarib so'z qarshiligini bildira oldi bu yerda. Ammo yanada ojiz, mustaqillik irodasi, mustaqillik ruhi yanada ojiz. Nima deganda, nimishga degan chog'da ismini yoshirib, bu yerda bu İlham Tohtu İnstitütü'ndeki yazgan bu atalmış bayonotiga o'zining uchuq nom sharifi bilan chiqayotganlari yana bor. Yoshirun izvag'anlarni hamda Xitoyning odami o 80 tilliklar desak, lekin o'zining ismi bilan uchuq, hatto ba'zi tashkilot ubularningki mas'ullari deganlarmi mushu ideyaga ega chiqyapti. Endi ideyaga ega chiqayotganlik deganni qanday deyman degan chog'da bu yerda bir himoya qilish bor, bir guruh oldi himoya qilish bor shu ideyani. Endi guruh oldi himoya qilish deganni nimishki bunda deyman degan chog'da bular boya Abdurimjon deb o'tib ketgandek diniy hissiyotni oldiga survilib, mushu yaxshi oy, yaxshi kunlarda va yoki mushu ro'za Ramazonda sizlar nima uchun tuhmat qilasizlar buningga, bu insonga deb masalan mushu İlham Tohtu İnstitütü'nün katibi ekan-ku Angliyada, ismini unutib qoldim, bir nima deydigan. Aşununki vay bu unda yaxshi insonki, bu bunda yaxshi insonki, u bir shundoq ahko'l, yaxshi, mundaq bir ustoz deb maqtab bir himoya qilyapti. Ayada bizning xalqimizning mehribon xalqdagi mehribon psixologiyalar o'ynayapti bu yerda. Bu nihoyatda tarbiyalangan, sistemalik holda ish ko'rayotgan bir guruh. Men shunday his qilaman. Nimishga degan chog'da bu yerda biz insonning shaxsiyatiga qarshi chiqmayapti emas. U insonning Anvarjonning yoki shu qanday deymiz, İlham Tohtu İnstitütü'nün katibining ismini atab tillamayapmiz biz hech kim bu yerda. Hech qaysi mustaqil parvar bir Uyg'ur insonlarning ismini atab tillamadi. Bayonotining mazmunini tillayapti-da. Ama bayanatның məzmuniga qarşı çıxıyotgan bu mustaqil parvar insonlarga şu taslimiyetçi ideyani himoya qilayotganlar qanday javob beryapti desa, "Voy bular unda yaxshi insonlar, bular Allohdan qo'rqadigan va yo'qsa bu unda aqko'ngil inson deb, ya sening aqko'ngil bo'lishi mumkin o insonning yumshoq, adablik, masalan bir munofiq degan lo'kchak olmaydi. Lo'kchak bo'lsa munofiq bo'lmaydi u. Shunda satqin, shunda yumshoq bo'lg'achqa satqin bo'ladi. Endi bu bir xoin o'qigan, bilimlik bo'lolmaydi. Bu xoinning hammasi oshqaga, yalan oshqaga, hech kim ko'z qilmaydigan odamlarning orasidan xoin tanlamaydi bu Xitoy bu. Shunda o'qigan, ancha-muncha bir bilimi va xalqni qoyil qilgidek, bunda bir gap so'z va yoki biz qo'lida bir diplom borlarni tanlaydi. U Xitoyimiz sarang emas, bu talada ko'chada osh qolgan homelessdan birini xoin qilib tanlamaydi ular bu. Endi bu yerda
aşındaq bir çoğun himoya qilish va ma'voyliqi satqınlıq ideyasiga amaliyotda bu xuddi 2-3 kunning oldida chiqqandek ko'rsatilyotdi buni bir uqishmaslikdek amaliyotda 20 yilning yog'i bu tadrijiy holiga kelib baya telefondagi qarindoshimiz degandek Ayso Yusuf Altekinning davrida Sharqi Turkiston bu avtonomiya, inson haqlari, kishilik huquq degan gaplarni yo'qdi dedi. To'g'ri. Hatto Amerikada men 99-yilda kelsam, bir inson og'zidan Shinjong degan gapni chiqarsa, yo tayoq yeydi, yoki u inson o'zining mustaqillik ideyasidagi insonlar butun hammadan Sharqi Turkiston davatgandan keyin qo'rqib bo'lsa-mu Shinjong degan gapni og'ziga ololmadi. Hozir nima darajaga yetdi? Shu asta biz yo'l qo'yg'achqa, xalqimiz yo'l qo'yg'achqa bular guruh bo'yicha bir-birini himoya qilish uslub bir askardek ishlayapti bular. Amaliyotda bularningki o'sha xizmat nimasi mustaqilparvar insonlardan o'mlikda yaxshi bular. Bular sistemlik ishlayapti bular. Hamda albatta hamma yerda ko'rib olamiz. Hamda shuning uchun bu yerda biz temamizga qaytib kelsak, shu butun qilayotgan ishlar bu yerda bir tasodiflik emas shular. Hamda bu yerda men nimani o'ylayman esa, abay bir gap kesilib ketib qoldi. Xitoy parchalanish oldida, Xitoy kommunistik sistemi cho'kish oldida buni Xitoylar o'zimi bilib bo'ldi. Xitoylar buni hatta Xitoy Kommunistik Partiyasi buni his qilg'iliq. Chunki dunyoning hozir dunyoning sistemiga faqat uymagan bir sistema bu Xitoyniki. Buni dunyodagi boshqa demokratik sistem bu bo'libmi dunyodagi dunyo iqtisodini kontrol qilayotgan bu super kuchlar super kuchlar degan chog'da bu yerga bir davlatni demayapman, bu dunyoning iqtisodini kontrol qilib olgan cho'ng oilalar bu Xitoyninki bu sistemani bu ahmaydiganligini bularmi bilib yetdi hozir. Bo'libmi Xitoy shiltinayotgandan keyin. Endi mening demoqchi bo'lganim nima deganda biz Uyg'urlar his qilolmayotgan bir narsa bor. Xitoy kommunistlari bilan Xitoyning atalmış demokratchi deganlari allburun kelish bo'ldi bular. O'sha Xitoy kommunistlari ya ishki urushi bilan va yoki har xil sabablar bilan Xitoyningki bu sistem o'zgardiganligini bu Xitoy kommunistlari bilib olib va demokratchilar bilan allburun kelishib bular Xitoyningki faqat sistemini o'ziga, chunki hech bir Xitoy o'zining kommunizmga qarshi chiqqan bilan davlatningki butunligi, to'proq butunligiga bular hammasi o'xshash fikrda bular. Bunday bo'lgandan keyin bular allburun kelish bo'lgan. Sistemda aslan mush Govunguy deganni men maxsus Xitoy chiqargan odam deb o'ylayman buni sirtqa. Endi bu qilib Xitoy maxsus chiqqandan keyin men necha million dollarni shu kommunizmga qarshi Xitoy shu hozirgi sistemaga qarshi men mablag' solaman degandan keyin bizning Uyg'urlarning ba'zi tashkilot rais kichik tashkilotlarmi oshnanga iltimos qildi. Buning isbotlari bor. Endi bu yerda nima degan chog'da shu hozir mening endi gapni bizning temamizga bog'lab kelsak, Xitoyningki bo'linish, kommunizmning cho'kishni his qilib bo'lgan bu Xitoy xalqi deydi, Xitoy millati o'zaro ishki jihatda kelish bo'ldi. Bularda sistem o'zgargan vaqtidami, hamda bularning qo'lida shunday kuchlik bir Uyg'urlar, ya'ni junguliq Uyg'urlar bo'lish kerakki, xuddi boya biz degan deb o'tib ketgan insonlarga o'xshash, ya'ni ideologiyaning qurboni bo'lib ketgan dedik-ku, boya bizning xalqimiz to'kkan qonlar mustaqillikning emas, ideologiyaning qurboni bo'lib ketib, birsi kommunizmninki, birsi Gomindanninki oqsi kirib ketgan deyishdi. Endi yanıla şu ideologiyaning demokratiya degan ideologiyaninki. Bu yerda hozir demokratiya bizning Uyg'urlarning ishida bir ideologiyadek bo'lib qoldi hozir. Xuddi shu vaqtlarda ashulaqa kommunizmga havas qilgandek, kommunizmning falsafalariga, sotsializm, kommunizmning falsafalariga
havas qilib shuningga shu ideologiyani millatning istiqbolidan ustun ko'rib olganligi uchun ya'ni shu vaqtlardagi globalizm degan nima desa kommunizm deyashdi. Chunki eng kuchli bir ideologiya deyashdi. Shu ideologiyaning orqasiga ergishib ketgan Uyg'urlar bo'lganga o'xshash, shuning qurboni bo'lgan Sharq Turkiston mana hozir nima bo'lyotdi desa, mana demokratiya, atoqli demokratiya degan ismni qo'yib olgan amaliyotda dunyodagi eng ig'ir irqchi Xitoy millatiningki o'yiniga kirkitib bordi bular. Endi bularga nima ishga degancha bular nihoyat oson. Bularga buningga ishonish, chunki Xitoyning parchalanishi ko'rinib turgan bir narsa. Mana bu tas narsaga jur'at qilish bek tas. Bu insonda iroda, buningda g'oya, buningda qurbon berishlar bo'lganligi uchun bu maydonda turadigan odamlar bu maydonda turish bek tas narsa, ama mustaqillik degan narsada. Chunki buningda qon ketadigan, jon ketadigan, bedel to'laydigan narsa. Ama demokratiya degan narsada nima ishki buning orqasida mangadigan odam, buning ergishib ketadigan odammi oson bo'ldi, oz ko'p bo'ldi desa, Xitoyning parchalanishi oz qoldi. Xitoy bu kommunizmni cho'kidi amini. Ammo bu yerda xatarlik tarafi nima degan chaqda shu cho'kkan vaqtida Xitoy bir demokratiyaga o'tsa, yo'q raslardan bir hozir avtonomiya degan bo'lsa, yo'q raslardan bir ismni beriblar, u yerga yana shu Burhan Shahid bilan Sayfiddin Azizga o'xshash insonlarni opirib o'tdag'izdi. Hamda mushu hozirgi demokratiya degan inson haqlari da'vosi qilayotganlarningki maqsadi Burhan Shahid bilan Sayfiddin Aziz bo'lish. Bularningki. To'g'ri. Shu ustalga yurib o'tirish. Ammo bizning xalqimizning yanada yetarli darajada buni his qilmasligidan kelib chiqayotgan narsa. Agar mushtaq ketaversak, hamda bizning programmaning temasiga kelsak, bizning qilayotganimiz xatomi degan yerga kelsak, biz shu xalqimizningki mushu negizlik, ya'ni bilib yetish. Hamda hozir biz shundaqla bir mustaqillikning gapini qilib so'zlab chiqqandan keyin hozir yana bir narsa bu xalqimizningki ideyasi nima bo'lib qolibdi desa, ma Abdurimjon ya mening ya sening ya kimsi mushu davomli mustaqillik davatqanlarning rasmini ko'rgandan keyin qarshilik qilgan bo'lib hozir. Bu bunun ben yaman nim qildim, bunda izlendim-ku, bu insonlar meni tonamdi. Masalan, bu Abdurimjonning ba'zi yozgan narsalarga, bizningki mush programmaning hozir Jasorat Sakinsonov nimlarga qarayman-da. Bu yerda deyilyapti, hatto men bir tunugunning yog'i bir narsaga nihoyat kulib ketdim men. Videoni bir video ishlab chiqargandan keyin bu videoni ishlab chiqarib 1 minut o'tdi ya, 1 minut o'tgandan keyin qarshilik boshlanadi. Video 1 soatlik video bu. Nimishga desam, buningdan his qilgan oldiki, ayada u mazmundan nima deyilyapti? Mazmuni bu vatanning mustaqilligiga, bu bizning da'voga, millatimizning ozodligiga foydaliqmi emasmi? Buning qaramaydi ekan. Mushu Abdurimjon chiqqandan keyinlar zodi xato. Bu yerda bu ideologiyaning keyni kirkatganlik shuchun. Bu yerda nimaning vatanning mustaqilligiga foydali, bizga nima foyda olib keldi, ma inson nima deyotgandi, hamda balkim mushu emas. Yo'q, bular mustaqilchi. Nimishki buning qarshi degan chaqda shu mustaqillik degan gap yomon tasavvurlandi ba'zi Uyg'urlar uchun. Chunki bu kammaydigan, lekin bu nima deymiz, İslamiyatdan uzoq yashayotganlarga jannatning gapini qilsa yomon bizlar mumkin bo'lmaydigan bir yerda ko'rinib, shuningdan o'limdan o'xshash bir ish bu-ku. E'tiqodi yo'q odamga jannatning gapini qilsam quloq qo'shaqmaydi. Chunki bular bilsam vaqt tugayma, men jazosini tortma, do'zaxga qo'yma deganligi uchun yomon qo'ydi bular-ku. Endi hozirgi masala shu xalqimizni mana mushundaq narsalarda o'yg'atmasak, bu bizning burchimiz. Buni qilmasak, oxiri nima bo'ldi degan chog'da yana shu demokratiya
degan bu chiroyli. Amaliyotda bu demokratiya degan bek yaxshi bir sistem. Men bu demokratik sistemni xohlayman, men bir boshqa sistemlarni xohlamayman, podshohlik qurayli demaymiz hech qaysimiz. Ammo yerdagi narsa Xitoyning demokratiya degan ismning ichiga kirib olgan Xitoy u yana o'xshash Xitoy. Kommunist Xitoymi, hammasi o'xshash Xitoy bu yerdagi. Xo'sh. Endi mana bu tuvanda jiq inkoslar kelib ketdi programmaga. Endi qarasam baya Umid og'inimiz degandek tillabmi ketmabdi. Araqi jiqlari savollar qanday qilyotdi deganda bu ishni so'zladinglar. Endi bu ishniki bundan keyingi ta'siri, masalan, ba'zilar yozibdi, masalan, shu qonunmi 9 yil besib olinibdi-ki, u İsa Efendi'ninki o qo'ldagi material mayli bor bo'lsin, yo'q bo'lsin, besilib qolgan ahvol aniqlanadi aytayotgan. Ammo hozirgi zamonimizga, hozirgi ahvolimizga qarasak, masalan deylik, shu 9 yil besib olingan qonun loyihasi Uyg'urninkimi cho'ng ishlarga ta'sir yetkazdi-da, masalan. 9 yilning oldida ma'qullangan bo'lsa, balkim bugünkidek ichinish holat bo'lmagan bo'ladi. Demakki, bu İsa ruhi davom qilyotdi. Buni aniq bilamiz. İsa ruhi bolasiga qoldi, erkinni olib tekinga qoldi, erkinni olibdan keyin Vankatovga qoldi. Vankatov ham o'zining ismi, dadasining ismi Aysani o'zgartirib, İsaga o'zgartirishga maqsadimi, İsa oilasining bolasi ko'rsatib o'zini mushkunga keldi. Ham mushu nimami da'vo ishidimi masalan. O şu Aysa Efendi devrideki mesela Abay hatta Türkçe yazılan hatta ahırda depti ki Muhterem İsa Alptekin Bey hataları dostlar düzeltir dedi. Hatalar dostlar düzeltirdi. Samimi olarak bu mektubu okuyunuz ve geçmiş şeyleri iyi düşünerek istifa ediniz dedi. Yani istifa soran ötken hatalıklarınız ne? Oylap istifa soran Türkistan'ın istiklal ve bu dava uğrunda birlik derseniz herkes size yardımcı olacaktır. Bundan şüphe etmeyin. Ulu Tanrı, Türklük için ve Türkistan'ın istiklalı için samimi olarak çalışanlara yardımcı olsun dedi. Yani aşağılığı değil ki bu gepler. Türkistan'ın davası da hata ötküzgen bolsan sen bu yolunu boşalt, samimi bol. Yani Allah Türklük için deydi. Türkistan'ın istiklalı müstakillik için samimi bo'lgan odamlarga yordam qiladi degan gap bor. Masalan, qaysi kuni shu Ilhom To'xta institutining gapini qilgandan keyin uning oldiga endi oz bo'lmagan tashkilotlar ochiq oshkora bayonot berdi. Ya'ni bu ishning xato bo'lganligini ayblab ochiq oshkora bayonot berdi. Anaqliq tashkilotlar desak bo'ldi. Masalan, mana Duk deganda bir ovoz keldimi masalan? Men ko'rmadim ushbu. Anlamadik. Demek ki Bağır reisi ovoz orqali bu bunchalar norozilik bildirib turgan ish emas bu deb ifoda bildirdi. Men ovozni angladim. WhatsApp guruhlar taqib yurgan ovozlarni angladim. WhatsApp guruhlar tarqalgan bo'lishi mumkin, balki ochiq oshkora bir ifoda bildirish kerak, masalan Facebookda bermadi. Yo'q, norozilik ifodasi emas, qo'llash ifodasi. Buningga qo'llash ifodasi hujum qilishning zurati yo'q. Axlashning bir uslubi, axlashning uslubi. Advokatlik qilib, men shaxsiy nomidan chiqdi. Undan boshqa Amerikadagi Amerika Birligi'ndeki teşkilatındaki atılmış başlığı degan manqıdım başta qo'shib keldi. Ya'ni o kichik tanlashgan u unchalar cho'nglatib so'zlashdan nima ishdi degan bir gaplarni yozib yuribdi. Demakki hozir mushu İsa ruhi, ya'ni shu Çinli Türkistanlik bo'lsin, Xitoy parastlik ruhi bo'lsin, hozirgacha davom qarindoshlarimiz. Shunga bizning qarindoshlarimiz tuvanda so'rayotganlarmi? Bundan keyin qanday qilamiz mushta ishlar xotima berish uchun da'vatidi. Nima deymiz bularga? Ya endi hozir Abdurimjon shu savolninki javobini berishdan burun men Moskva qilgan bir narsa bor deb o'tay. Demasak bo'lmaydi buni. Bu 1998-yillardan tortib desak bo'ldi. Hatto undan burun bo'lishi mumkin. İsa Alptekin ailesi kontrol qilib olgan, ya'ni Erkin Alptekin qo'li bilan kontrol qilib olgan burunqi Gomindanga bog'liq. İsa Alptekinning bolalari Erkin Alptekinlar kontrolligidagi bu da'vo
98 hatta onundan burun bo'lishi mumkin. Boshqa bir oilaning kontroliga o'tib bo'ldi qarindoshlar. Bu nima degan chog'da bu Tayvanni bu Amerika bir kun olmay bir kuni mustaqil davlat deb e'tirof qildi. Hozir Amerikada mushu g'avg'o bo'lyotdi. Bu Tayvanni rasmiy davlat deb e'tirof qilish Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga akirish degan temalar nihoyat avjib ketdi hozir. Bu Xitoy bilan tirkashgan davlatlarning hammasi nimani Tayvanni agar Amerika e'tirof qilgan zaman e'tirof qiladi. Masalan, Avstraliya buningga tayyor, Kanada zaten hamda Akina bular. Bu shu zaman e'tirof qildi cho'ng davlatlar. Endi mushu ne boyi degandek Xitoyning ichidagi mainland deydi-ku, cho'ng quruqliqdagi Xitoylar demokratisi olsun, komünistleri olsun, bular abay degandek birlashib bo'ldi dedik-ku. Endi bular mushu Tayvanning bir kun olmay bir kuni tashqi kuchlardan, ya'ni bu kuchli davlatlar orqali bu Tayvanning mustaqil davlat bo'lib ketganligini, hatto mustaqil davlat hozir bir mustaqil davlat u. Bu Xitoy uni amaliyotda xuddi Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olganligini o'zining ichida bilginiga o'xshash Tayvanning bir mustaqil davlatda kuchga ega bir davlat ekanligini ular e'tirof qiladilar. Faqat og'zida e'tirof qilolmayotdi. Endi bu Xitoylar, demokrat Xitoy olsun, kommunist Xitoy olsun, hammasi qilibning chekirib olgan ikki qilibning ichida amaliyotda o'xshash Xitoy deyishganimizda bu Eysayis Alpikin erkin Alpiklarning kontroli kirib ketgan da'vo 98-yillar hatta bundan burun maxsus avatilgan cho'ng quruqliqdan yetishtirilib avatilgan bir oilaning qo'liga o'tib bo'lgani xili bo'ldi bu. Buni his qiladigan odamlar hozir his qildi, buning vaqti emas. Bu qaysi oila deyishning bu mazmun bu emas bugun. Ammo buni aqli va hushi va mushu Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiningki bir qiziquvchisi bo'lgan insonlar. Mushuningga bo'libmi mayli inson haqlari da'vosi qilayotgan bo'lsin, mayli mustaqillik da'vosi qilayotgan bo'lsin, mushu Sharq Turkiston degan masalaga qiziq olgan insonlar his qila oladigan bir aqliy bir narsa bu yana bir oilaning qo'liga o'tib bo'ldi, shu oila kontrol qilyapti buni. Bütün mushu Sharqi Turkiston, hozir Sharqi Turkiston Dunyo Uyg'ur qurultiyi deysa, mesela Uyg'ur Amerikalar birlashmasi deysa, bütün Kanada olsun, qayerda olsun, Sharqi Turkiston jamiyatlari bor, mush inson haqlari da'vosi Dunyo Uyg'ur qurultiyining affiliate tarmoq shirkatlarida ko'rinayotganlarning Uyg'ur inson haqlari projesi olsun, mush hammasi hozir shu bir oilaning kontrolida qoladi. Abdurimjon, abay nima deymiz? Buni endi qanday qilamiz degan chog'da qanday qilamiz deganning o'zi haqiqatan hal qilish tadbirga bog'liq bir savol bu-ku. Qanday qilish kerak deb javob berishga to'g'ri keldi. Endi biz hozirgi navbatdagi masala nima degan chog'da Uyg'urlar hammasi sargak bo'lishi kerak, uyg'unish kerak o'ziniki, vataniniki taqdiriga, o'zining, ya'ni o'z taqdiriga o'zi chet elda ega bo'lishi kerakki, bu vatan millatninki taqdirlar o'ynashayotganlarning o'ziga taqobil turishni o'rganish kerak. Qo'yib qilmasa axlatdek oqsida uchib yurmay, yaqin birisi ketayotgan bo'lsa o'sha nega borsa sen mushu axlatdek uchib yuramsa degidek jur'atli bo'lish kerak, odamlar ega bo'lish kerak. Hammasi ko'pinchisi, mutlaq ko'pinchisi mush chet elda sarganda bo'lib, yig'lab, bayram bo'lib yurgan mush Uyg'urlar o'z-o'ziga ega bo'lish kerak. Buni yegizib o'tishga qarab turmaslik kerak, sotqizib o'tishga qarab turmaslik kerak bu vatan millatniki taqdirini. Endi vatanni yab ketdi 70 yilni yog'yapti, uni setyapti ular. Setib o'tib chiqib chet elda lider bo'ldi, dahi bo'ldi, sulolasiga mingyapti. Dahi vatan uchun shunda cho'ng ish qilgan odamni sen bugungi kunda hujum qilmasa deb ayonib qilishga shunga o'xshash. Bunda qiliqi ta'tir joyini musun bu gapni. Har bir Uyg'urda
Aşı, həmmedin müqəddəs nəsə o vətən deyilən bir düşüncə buluş kerak ki, vətənin üstüge qoyulğan heç qandaq bir lider bulmasıq kerak, heç qandaq bir ölüb ketken övliya maza onun üstüde bulmasıq kerak. Endi sen vətənin özdə qolunda həminimi bacağının özüde qarşı turub uyanın müstəqilliğine. Qarşı turub onu pakiz ötküzüb berib, hatta çigiranın özde aldığını tostun Xitay əskerlerini atma, yakınını etmay turub, pakiz buyruğu boysunup dur, hocayının buyruğu boysunup chat elgi çıqqın. Neyme desem chat elde sen yeni 45. yıldaki şu Cunxanın tupraq bütünlüğü üçün xizmət qilisa degan gap, şunu qilvatsa degan gap. Uyanın özü de endi şəkil cəhətlərini buldu. İlqa 2018 yıl qop biz Abdülmiya üçün kuraş qatımız degan balansızın özümü 15 yılını yağı, hatta onun uzunluğu yağı Xitayını qacap, Xitayını tılap жүргеннің birisi Amerikada. Oltuğun qopqa yerde Uygurlarını bozak qıldı Xitayla dep жүргеннің birisi. Dünyanın hem dep ilan qıldı. Biz müstakillik, o da bir iş yok bizde. Abdülmiya üçün kuraş qatımız dedi. Bu, manda ötüz oturgan gap emas. Endi bir adam halkılık paytken bolsa, şu efendim neme dediğen çağda 95. yıl, ölüp ketdi 95'in 12. ayda vefat oldu efendim. 95. 5. ayda Türkiye'ninki oturuş şerh gezdimiz, zaman gezdimiz ki biz içimden çıkıp kaldı. Hazır kolumda yok o materyallar. Şu gezdi bergen intervyusda Çin demokrasiye geçmeden Doğu Türkistan'ın özgürlüğünün söz konusu değil de bergen intervyusu var. Xitay demokratiyaga o'tmay turib, u yerning o'zida rasmiy bir Sharqiy Turkistonningki erkinligi to'g'risida so'z ochib bo'lmaydi deb o'lib ketganiga 4 oy qolganchaning o'ziki ifodasi. Ya'ni demokratiyani tashabbus qilib o'lib ketgan bir odam. Endi o'lib ketdi o odam, o'lib ketdi ama iddisi o'lmadi. Varisxo'rlari o'lmadi. Qanot yeyib, dunyoning har qaysi yerda advokatlari abayga o'xshash endi fikr qildi endi. Şunlaşqa nima qilish kerak degan chog'da biz bekimni yaxshi eslab berib, bir ma'no deydigan bunda ish bo'lsa biz buni deb o'ltirmay borib biz. Chiqiramat yani. Neden bu? Chiqiravat deydik. Endi bekimlar berib, kollektiv guruhlar berib chiqiraman deb biz bağlanmaydı bu ishni. Endi insof bo'lsa shularninki ya numus kıysa azrakça öz aşkarlışı gerek meydana çıkıp. Bütün dünyada Uygurlar hazır yeni chat elde muşunun kalbisini katkan deyken öyle İran 92 iddiasını teşebbüs kıldığan grupta Eyzeysan'ın özü ifadesini bildirdi. Ben bu işin içinde yok. Enver Can Efendi müzikte de bunun ifadesini bildirdi. Enver Can Efendi bu teknikli hatalık 2016 yıl kalan işte onun hata ilan ettiğimiz dedi. Bunlar ifadesini bildirdi iş olmasa. Endi o ifadesini bildirgeni var, hem de ki keçirim soruğallık o bir nime emas. O normallik emas. O Uygur'dan keçirim soruğallık bilen şu Konzi İnstitutunu olar rivajlandırıp manadı. Mangan deyken, o yerde neymiş de kıldı yani şu İlham Toxtu'nun ideyisi, asıl İlham Toxtu'nun ideyisi yok. O İlham Toxtu şu Xitay'nınki kanunda belirlenen hak hukukuna talep kılıp Xitay'dan çıkılışıp жүрген adam. Aşağıdaki Beijing'deki insan hakları teşkilatları Xitay'ın özündeki cemiyetler insan hakları için kuraş kıldıgan. Advokatlar şular münazirleşip, fikirleşip, çatalik muhbirler Erkin Asya Radyosu'nun muhbirlere cevap verip aşağıda. Biz kanun devleti cumhuriyetindeki bir devlette ikki xil tuzum qo'llash bo'lmaydi, o'xshash puxra biz. Hatta Abdülmiya qonunida biz davron sepib ketmadi. Faqat Jungoning asos qonun bo'yicha Uyg'urlarning puxralik huquqini dafsanda qilmas kerak, buni e'tirof qilish kerak. Yerlik parxor amaldorlar bo'jaqtiryotdi. Markaz bu da'voni tinchmayotdi deb shu darajada fikr qilgan bir odam, faoliyat qilgan bir odam. Alayda bir ideya deb o'tirib chiqib qanot yaydigan bir ideya yo'q o'tirdi. Endi bu shuning o'zini institut şekilde ekip durup bu işten de poker teknikini hata çıkıp ketdi. Biz endi buni kechirim so'raymiz deb qo'ysa bu asli bo'lmaydigan ish. Aslida shu ishni İlham Toxtu'nun ideyasi demay yoki demokratik rahbariyat binosi deb boshqa bir yo'ldan etmenish kerak aslida. To'g'ri ish emas. İlham Toxtu'nunki nomi bilan qo'llanib turib bunday bir institutning etishning o'zimi aslida bir to'g'ri ish emas. Ama Abdurrahimjon ma gapimga bir javob berdi. İlham Toxtu'nun ismini bir yerde məxsus kullandı deb qarayman. Çünki mesela bu Şərq Türkistan sürgün hökumətinin ki sabiq prezidenti Ahmetcan Osmanlı bir vaqtida
Sharqi Turkistonning mustaqilligidan boshqa har qanday ideya uchun harakat qilish, kurash qilish mazmuni nima qilib qolgan bo'lgan bo'lishi mumkin, qalayotgan har qanday boshqa ideya bilan kurash qilish bir vatan xoinlik hisoblanadi. Hatto Ilhom To'xtimi deganligi uchun masalan bizning Sharqi Turkiston surgun hukumatining ichida Ahmadjonga nayt qarshilik bildirganlarning birisi men hamda. Nayt qarshilik oldi Ahmadjon shu chaqda. Nima uchun degan u Ahmadjon deydi. Mening bu idirimning nari xato deydi. Ya Ahmadjon, sening idiring xato emas. Sen vatanning mustaqilligidan boshqa har qanday ideya, har qanday harakat vatan xoinligidir desang, men %100 oqangda. Hatto Ilhom To'xtimi deganning yeniga nima uchun Robiya Qodir deb yozmading, nima uchun Do'lqin Ayso deb yozmading, hatto menmu deb yozsang mamda o'zingni dedim men. Dedi qanday shada. Bu yerda nozuk bir masala bor-da. Masalan, shu chog'da Ahmadjon Osmon shu gapni yozganligi uchun Sharqi Turkiston surgun hukumatiga bo'lib ketgan hujum shu chog'da xalqdan kelgan hujum. Endi bu yerda nima uchun shunchalik ig'ir hujumlar bo'ldi? Nima uchun xalqimiz bunday hujum qildi degan chog'da Ilhom To'xti xalqimizning qalbida bir qahramon. Bu Ilhom To'xtiningki u yerda nima talab qilayotganligi muhim emas. Masalan, ishdan chiqqan ko'ngilga ham deymiz. O'zimizdan so'rab boqaylik. Vatanda turib bir Xitoyning hukumat arbobining geketigini siqib, men mustaqillik talab qilaman dalalaganmi? Qaysimiz dalalagan? Agar unda dalalagan bo'lsak, niyat bo'lmaydi. Shuning uchun realistik bo'lishimiz kerak. Hech qaysimiz bir Xitoyning geketigini siqib, ma Sharqi Turkistonga mustaqillik dalamdik. Hatto o'tgan men programmada bir dedim. Hatto shu G'uljidagi 5-fevral vaqasida 97-yili ko'zlarimiz tashna bo'lib ketdi. Bir Sharqi Turkistonga mustaqillik deb bir yezlik o'lib ketsak bo'ldi. Agar shu yerda shunday narsa yozilgan bo'lsa, agar qatnashgan odamning sonimi uningdan necha 10 hasiz ko'p bo'ladi. Lekin u yerda bir ideologiya aniq mustaqillik irodasi o'tganda bir qarindishimning ismini unutib qoldim. Birisi shu gapni dedi, mustaqillik degan bir ideologiya emas, bu degan biz nafas ilayotgan havoga o'xshash bizga kerak narsa deb. Men shu gapga qo'shilman. Bizning nafas ilayotgan havo qanchalik bizga muhim bo'lsa, oksigen bu mustaqillik biz uchun bir oksigen amaliyotda. Hatto oshlandan muhim. Shuning uchun bu yerda endi bo'layotgan narsa nima desa, Ilhom To'xti ismini xalqimizning qalbidagi qahramonlarga bo'lgan hurmatdan foydalanish uchun qo'llandi deydi. Xo'sh. Endi demak yana shunda bir ifoda bildirish kerak. Bularchi ifoda bildirish kerak. Yana bu hujjatniki kimning qo'liga o'tdi. O qayerda yo'qolib ketdi, hech bo'lmasa, yo'qolib ketdi deb bo'lsa-mu, bu egalari ifoda bildirish kerak yoki mavjud tashkilotlar buningga surishtirib qilish kerak. Tashkilotlar bayonot e'lon qilamdi. Buni masalan, ma'lum tashkilotlar o'tirib chiqib, afandim unda bo'lsa, Ayso afandimga kim varis qildi? Varisning o'zi mushunga javob bersin. Shu vaqtdagi Jang Jejongninki askarlarga tushgan buyruq yozilgan broshurning o'zi hozir kimda saqlanyapti, nerda saqlanyapti, uning o'zini o'tirib chiqara olamsiz, o'tirib chiqarib xalqqa javob bering deydiganga bir nima bo'lish kerak. To'g'ri, avvaliga o'zlarini biz davlatga xizmat qilyapmiz degan tashkilotlar shu ishni qilish kerak. Shu to'g'ri. Endi bu nima bu hujjat, ya'ni besiblangan hujjat agar bor bo'lsa va anglasam Ahmadxon apandim yana tafsiliy bu to'g'riliq tushuncha berilgan o'xshaydi, biladiganlardan deydigan o'xshaydi ekranga chiqib. Inshaalloh bu ishning to'g'ri yo'limi mencha xalqning bismi, ya'ni bo'libmi hozir faoliyat qilyapmiz deyotgan tashkilotlarning bismi bilan bu bir aniqlanish kerak. Agar endi G'ulom apandining deganida bu haliqi Iso Yusuf olib degan o'ziniki aslimisida yozibdi-ku buni. Ashta hujjat borlig'ini ham uningki mazmunining nimaligini qisqacha yozibdi-ku. Demakki bu narsa. Ham buni bu nurg'un odam bardavotida uni yo'q bo'lishi mumkin emas mencha. Ammo hozirgi masala bu o'tirg'i chiqmasligi. Nima sababdan deganda biror quruq tahlil qildik qarindoshlar. Endi bayamash qarindishimiz degandek buni hal qilishniki eng to'g'ri yo'li
xalqimizning ovozi bag'ansir kuchayyapti hozir. Masalan deylik, biz bu shu programmani ishlab 4-chi qismiga keldik hozir. Uning oldidagi programmalar ham shu xalqimizdan kelgan inkoslardan qaraganda hozir xalqimiz burunqidek nima bo'lsa ishib o'tiradigan holatda emas. Masalan deylik, shu İlham To'xta instituti masalasi kelganda xalqimizning besimi bilan haliqi birsi men bilan munosabat yo'q, men ko'rmagan u tekstni dedi. Yana birsi bu texnikalik xato deb bo'lsa xatoligini to'nidi. Endi buningdagi o texnikalik xatolik emas. Agar yana bir yerda sodir bo'lib qolsa, Uyg'urlarning oldida emas, chet elliklarning oldida pichirlab birim deganda bir Uyg'ur anglab qolsa, balkim xalq yana bigiz chiqadi, shu ekranlarga chiqib so'zlaydi, shu haliqi perdining oqida ishqilayotgan millatniki manfaatiga xilaf ishqilayotganlarga xalqimiz yo'l qo'ymaydi. Shu qatorda shu besilingan hujjatni mencha shu xalqimizning besim bilan oldi bilan. Ondan keyin shu faoliyat olib berayotgan tashkilotlar, chunki bu tashkilotlarga yana shu xalq besim qila oladi. Qanday besim qila oladi? Hozir kuchur davri. Hammamiz erkin ifodalay olamiz. Yani burunqidek Uyghur Amerika torbetining munozir torbetiga bir yaz o'chirib, yana yaz o'chirib, yana yaz o'chirib, ifoda qilolmaydigan bir maydon topolmaydigan holat yo'q. Facebookni eshitlar, WhatsAppni eshitlar, hammadan inkos qila oladi. Ya'ni xalqning g'azabi tolsa, xalqning bismi bilan bu ish inshaalloh bir 30-chi bu ish. Ya bo'lsa kimning qo'lida? Jasorat mushnaga bir narsa qo'shimcha qilib qo'yamiz. Programma oxirlashib qoldi. Endi hozir mau ikkili maydon qoldi-ku, hozir bizniki bu Allohga manqat shukri desak bo'ladi. Burun paramparcha nima ideya, qaysi ideyaligi iniqilmagan, abjashib ketgan bir da'vo bo'lib qolgan-ku bu. Hozir ikki yo'lga ayrildi xalqimiz. Bu bir g'alaba amaliyotida qarashchi. Hozir ikki yo'lga qoldi. Birsi shu mustaqillikni boy biz degandek shu oksigendek muhim ko'radigan bir xalqimizning bir turkum shu yo'lda hozir. Yana birsi ideologiya deganimiz ma'lum atalmış demokratik inson haqlari degan qalpoqning ichiga kirilib, amaliyotda Xitoylar bilan yana birga yashashni orzu qilayotgan satqunlar iqimi. Ikki iqim cho'ng ayrildi mana hozir. Shundan ko'rib olgan oldu. Endi bu yerda o'zini Uyg'ur deb, ammo ikki iqimning qayoqqa minishini bilinmay qilayotgan qarindoshlar bu yerda muhim rol o'ynaydi. Bu o'zini endi biz nima ish qilishimiz kerak dedik-ku, bay savolga mos kelib qoldi mana narsa. Bir qarindishimizning savoliga dedim. Bizning Uyg'ur xalqining qiladigan ishi, masalan biz o'zimizning maydonini iniq qilib bo'lganlarmiz. Maydonini iniq qilib bo'lganlarning qiladigan ishi boshqa. Uning ayrim kirsak bo'ladi, maxsusligi boshqa bir programmamizda biz mustaqillik yo'lida mingyapmiz deganlar nima ish qilishimiz kerak degan ayrim bir tema qilsak bo'ldi buningda. Ammo bu yerda nima qilarini bilinmay qolgan, cho'ng ikki iqimga bo'lingan Uyg'ur masalasida, Sharq Turkiston masalasida bir iqim bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini, ya'ni davlatimizning egilik huquqini bir oksigendek muhim ko'rayotgan bir iqim bor bu yerda. Bir tarafda olsa, abay degandek demokratiya, inson haqlari qilib kirib olgan Xitoylar bilan birga yashash, taslimiyatchilik va ideologiyasi bor bu yerda. Endi mushu iqimning ikkisining birini tanlash kerak, majburiyat bu Uyg'urlarga. Chunki nimaga bu yerda majburlash yo'q. Bu insonning demokratiya degan mana mushu. Endi demokratiyadan so'z ochib qoldik-ku, demokratiya mana mushu. Erkinlik, erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlar bo'libmi chet elda vatan sirtida shu Sharq Turkiston Uyg'urlarga haqiqiy xizmat qilamiz desak, ba'zilar deydi-ki, sizlar Uyg'urlarga nima ish qilib berdinglar hozir? Lagerdagi Uyg'urlarga nima ish qildinglar degandek yomon tetiqsiz savollar tushadigan bo'lib ketdi. Endi mishada nima ish qilamiz degan vaqtida shu maydonni ayirishimiz kerak. Demokratiya degan mushu. Ya mayoq tutuq Xitoy bilan birga yashayman deydigan maydonni aniq qil, bu yerda bir xalqning sonini aniq qilish kerak. Yoki
Ma mustaqil yo'lida manaman deydigan yo'lni tanla. O'tirliqda tug'uning o'zi Uyg'urga qilgan eng cho'ng ihanatdir hozir. Hatto ma'u satqunlar maydonini aniq satqunlik darajasiga kirdi. Ama ularni o'zini satqun demaydi. Ular bizni dushman deydi. Hozir mustaqillik davosi qilayotganlarni dushman ko'rdigan yolg'iz Xitoy emas. Shu inson haqlari, kishilik huquq davosi qilamiz deganlar bizni dushman deb o'ylaydi. Endi shuning uchun bu yerda xalqimizning qildigan ishi ikki yo'lning birini cho'qim tanlash kerak. O'ttirg'i borsangiz tamg'i ussiz qarindishim. Endi deymiz, shunday qilib hozirgacha ovoz chiqarmagan, tomosha ko'rib o'tirgan qarindoshlarim hozir ko'p deb ketdik, millatimiz oxirgi nafsini ovatidi. Ya umid degandek, ya oyoq tuturing, ya mayoq tuturing, maydoningizni ifodalang, yetarki ovozingizni chiqaring. Anglaydi. Mushu muhim hozir. Abdurimjon, qo'shimcha qilganing bormi? Rahmat, kechirib bir oy berib qoldi. Endi gap qilsak, shu gapni qilamiz, endi keyingi programda inshaalloh so'zlashamiz. Rahmat. Vaqtimi kechib ketdi deymizmi? Rahmat sizlarga qarindoshlarim. Esonlarda bo'lsinki, ba'zi qarindoshlarim bu 3-4 kunda oran chiqadi ekansizlar. Bu kunda chiqsanglar-da, shunday keskin vaziyatda davatqanlar bor. Ammo hozir ro'za, Ramazon vaqti, iftor vaqtida taqishadigan ishlar va boshqa ishlar qarindoshlarimiz charchaydi. Biz bu imkoniyatimizning baricha eshitimiz ekronni amalda ko'p etishga tirishimiz. Mush qarindoshlarimiz har qancha bir ekranga chiqib so'zlab yurak bog'larligini ichib berib xalqimizga tushunilmagan yerlarni tushuntirib nuqsa hargiz harg'inlik his qilmaydi. Chunki bizning maqsadimiz necha ko'tim deb xalqimiz orasidagi hozirgacha ovoz chiqarmayotgan, maydon aniq bo'lmayotganlarni bizga chaqirish. Chunki haqni o'zingiz ayring. Qaysi to'g'ri, qaysi xato bo'lsin, o'zingiz ayring qarindishim. Ammo ekranimizda bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, biz bilan birga bo'ling. Va shu munozaralar, muzokaralar hammasida biz o'rtaq bo'laylik. Ana shu chog'da abay degandek xalqning ovozi orqali qanday besib qolgan hujjatlar bo'lsin, qanday zuvan chiqarmaydiganlar bo'lsin, hammasining zuvanini chiqaramiz, o'tirg'i chiqaramiz. Ko'p rahmat qarindoshlarim. Program shuncha bo'lsin. Yana bir qatam ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr, Allohga emanet. Allohga emanet narsa. İlahi ya Rab, kötüleri ıslah eyle, tevbe nasip eyle, kötü işlere bulaşmış Müslümanlara pişmanlık ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi, dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Bu geceki tevbemizi ömrümüze kefaret eyle ya Rabbi. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, haram ve günahlarımıza içimizden gelerek ya Rabbi. İçimizden gelmiyorsa bile şu anda günahsız çocukların hatırına ya Rabbi, affedilmeyecek günahlarımız varsa bile sen Allah'sın, sen Allah'sın. İstersen affedersin, affet de kurtulalım ya Rabbi. Eğer ömrümüz kötü gidecekse, ömrümüzün bundan sonraki bundan öncekinden hayırsızsa, Allah'ım ölümü bize yakınlaştır ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme düşecek bir ömür verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme çekecek mal verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme götürecek çocuklarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Yüzümüz kalmadı. Dua ediyoruz, bir yere gidemiyoruz. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor ya Rabbi. El uzatamıyoruz, ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana, dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Müslümanın orucunu yasaklayan dinsiz Çin'e kimsenin gıkı çıkmıyor. Allah'ım senden başka gerçekten sahibimiz yokmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senden başka gerçekten yardımcı yokmuş. Bize yardım et ya Rabbi. Bizden önce o Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Namuslarını kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi memleketlerini kurtar ya Rabbi. Canlarını kurtar ya Rabbi. İmanlarını kurtar ya Rabbi.
Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı nasip et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ve şfi mervana ve erham mevtana bi hurmetil Fatiha.